Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Ekran altı hörmətli görürmənlər, həmminlarning şənbə gününglər xeyirlik bolsun. Uyğur Akademiya söhbət proqramısı xoş gəldinglər. Mən Məğfirət Kamal. Tünügün biz Uyğurlar üçün, bütün Şərq Türkistanlıqlar üçün nəhayət əhəmiyyətli bir xatirə gün. Ötən əsrdə qurulğan iki cümhuriyyətimizin tuğulğan günü. Bu münasibət bilən həmmimizin bu milli bayramını təbrikləyimə. Bugünkü programımız muşu xatirə gününki hörməti və əhəmiyyətinə bağışlandı. Yana bir mühim xəbərim də ötüb getək. 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı başlandı. Bu qurultayının qələbəlik və nəticəlik boluşuğunu tiləkdaşımız. Qınamsə qimmatli mehmanımni tanıştıray. Bugünkü mehmanim məşhur tarixçi doktor Nəbican Tursun efendim. Nəbican efendim hoş geldiniz. Rahmet Məğfirət xanım, hoş buldum. Siz bilan qayta görüşkünümge. Köpçülük bilan qayta görüşkünümge əlbəttə. Köp rahmet. Yana vaqt ajırtıb bizə ait mühim məlumatlarını beriş üçün bugün yana ekranımıza çıxdınız. Həmmimizə məlum 20-ci əsrdə iki cümhuriyyətini qurğan bir xalqның əvladları biz. Bu cumhuriyetlerimiz qandaq kuruldu, dövlət sistemimiz qandaqdı, təşkili kurulması qandaqdı, iptidai bir kurulmadı ya ki zamanıvi bir təşkilat tüzülmesi bağımıdı. Bu haqda köp нәрсе bilməyimiz. Siz nurgun tədqiqatlarını ep berivatsınız. 13 tomluq Uyğur xalq tarixini, xalqının tarixini yazıb çıxdınız. 12-ci tomunu yeni nəşrə bədiniz, şu milli bayramımızga soğat qılıb sizni təbrikləyimə. Həmmimizə yaxşı bir, nəyidim, esil bir soğat oldu, yaxşı bir xoş xəbər oldu bu. 12-ci tomda asasən şu Şərq Türkistan Cumhuriyyətininki dövlətçilik qurulması haqqında bir kitabını yazıb çıxdınız. Bu həm də asan iş emas məncə. Bugün hem de söz sizde boludu. Bizimki şu bolupma hem de ikinci Cumhuriyet 5 yıl sürdü. Şu ikinci Cumhuriyet bilen münasebetlik bütün teşkili devletçilik kurulması, teşkilat kurulmasını sizin anlayılı. Qeni merhamet emsin. Rahmet Məğfirət xanım, köp rahmet sizge qayta şu söhbətni orunlaşdığınızga. Əlbəttə buna ait mühim bir gün. Onun üstüge bizning hamda Uyg'urlarning tarixidagi eng muhim bo'lgan yana shu hozirgi zamon tariximizdagi Sharq Turkiston Cumhuriyet kuniga ulgurib o'tkazilgan bu faoliyat bo'lganligi uchun bu nihoyat ahamiyatlik va nihoyat xosiyatlik deb qarayman. Odatdagi vaqtlarda so'zlagan qaraganda bo'libmi bu Cumhuriyet kunida so'zlash texim bir sharaf albatta. Siz degandek biz ilgirki söhbətlərimizdə, ilgirki muhakimələrimizdə Uyğurlarning dövlətçilik tarixi, umuman Uyğurlarning hərbi siyasi tarixi, milli tarixi, etnik taraqqiyot tarixi, mədəniyyət tarixi qatarlıq nurgun məsələlər haqida umumlaşdırıb məlumat bergan. Bolubmu şu Şərq Türkistan Cumhuriyyətləri haqqında, yəni umumyüzlük bir məlumatlarni berdik. Xalqaro münasibət arq görünüşü, bu cumhuriyetlerinin quruluşu ve yıkılışının aldı keyindeki xalqaro münasibətlər bilan bağlanış, taraqqiyat jarayoni ve ondan başqa yana şu cumhuriyetning qurilishidan tortib toki uning taraqqiyotigacha eng oxirida yiqitilishigacha bo'lgan bütün şu jarayonlar haqida umumyüzlük ma'lumot bergan edik. Bugun hamda şu söhbətimizni biz asosligi Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bu qandaq bir zamonaviy, qandaq bir yeni bir davlat edi, qandaq cumhuriyet edi, qandaq bir hokimiyat edi degan masala haqida to'xtalib, mushu masala haqida ma'lumot beramiz. Yani asosli tema shu vaqtda bo'ladi. Endi albatta tunuguningiz bütün hamma yerda Uyg'urlar, dunyoning hamma yerida bu xosiyatli ikki cumhuriyetning kunini, yani o'xshash bir chislani xotirladi. Yani Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulğanlığının 33'teki Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ve 44'teki Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulğan gününü oxşaş gündü bolğanlığı üçün həmmə birdek xatırladı. Həmmimiz Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurduq, şu gündə Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurulğan deb iftixarlandıq, həm yəni bir yaxın alğanda azaplandıq əlbəttə. Azaplanışımız o cumhuriyetlərinin
qo'limizda yo'q bo'lishi, iftixorlanishimiz ajdodlarimizning ashundoq bir jumuriyatni dunyoga keltirganligi mushki. Bizga shuni xotir qilib qoldi albatta. Undaqda hammamiz shu Sharq Turkiston Jumhuriyati qurdik deymiz. Bu Sharq Turkiston Jumhuriyati qurildi. Shu qurilishlarni hesabmi yoki u bir davlat sistemasi shaklida, bir davlatchilik sistemasi, mukammal bo'lgan bir davlatchilik qurilmasi shaklida hokimiyatni idora qilganmi degan savolga javob berish kerak. Ya'ni hokimiyatni idora qilgandimi, qildi degandimi, qandoq idora qilgan? Qandoq shaklda idora qilgan? Qurishlam emas hokimiyatni, bir davlatni jakarlashla emas, uni tutib turish, uni boshqarish, uni idora qilish, uni sistemalashtirish, uni dunyoning ilg'or davlatlar qatorida, dunyoning eng ilg'or bo'lgan davlatchilik sistemalari, davlatchilik madaniyati, siyosiy davlatchilik siyosiy hayoti ichida, shuning ramkasi ichida, shu o'lchamlarga loyiq idora qilish u ayrim bir masala. Shuningda qandoq ulgularni yaratgan degan masala bu ayrim bir masala. Ben hem de oldi bilan keskin shundoq aytamanki, bizning ajdodlarimiz buningdan 80 yillar ilgari, 70 necha yillar ilgari dunyoda texi nurg'unlagan xalqlar jumuriyatchilik davriga kirmagan vaqtida, nurg'unlagan xalqlar texi podshohlik yoki mahkumlik, mustamlik ostida yashayotgan vaqtida shu dunyoda ya'ni burun jumuriyat ideyasini maydonga keltirib, shu jumuriyat ideyasi bo'yicha o'zini qurollantirib, jumuriyat ideyasi bo'yicha, jumuriyatchilik fikrlari bo'yicha, jumuriyatchilik tuzilmalarini asos qilgan holda davlat qurgan bir xalq. 1933-yili oldidan biz 44-yildagi jumuriyatimizning davlatchilik tuzilmalarini so'zlashdan burun 33dagi jumuriyatdan boshlashimiz kerak. Albatta uning oldiga to'g'ri keladi. Yana ko'pinchalarga ayon bo'lishi mumkin. Bu 19-asrdan boshlab bu O'rta Sharq mamlakatlari, ya'ni musulmon davlatlari, musulmon rayonlari mundaqcha qilgan chaqda cho'ng bir mustamlika davriga kirdi. Bu O'rta Sharqdagi bu arab davlatlari rayoni, Arablar rayoni Osmanlı imperiyasining hukmronligida 16-asrdan boshlab tug'an bo'lsa-mu, shu Osmanlı imperiyasininki yana ramkasi ostida o'zlarininki madaniyati va boshqa sohalarga o'zlari ega bo'lgan asosda iqtisodiy hayotiga mavjud bo'lgan bo'lsa-mu, ammo 19-asrninki oxirlaridan boshlab Fransiya, Angliya qatorliq shu vaqtdagi nurg'un joylarni mustamlik qilgan cho'ng davlatlarninki mustamlikasi ostiga kirib qoldi. 20-asrning beshiga kelganda, ya'ni Birinchi dunyo urushidan keyingi dunyoning vaziyati o'zgarish, bu musulmon rayonlarda dunyodagi cho'ng bir o'zgarish olib keldi. Cho'ng o'zgarish olib kelishning birisi bu rayonlarning mustaqillik jakarlashi bo'ldi. O'rta Sharq rayonida bu Arab musulmonlari Misrda va ondan keyin bu Suriya, bu qatorliq joylarda, Iroq qatorliq joylarda ilgari keyin 20-30-yillarda mustaqillik jakarladi. Ba'zilari Suriyada 45-yili mustaqillik jakarladi. Bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bularning hammasi mustaqillik jakarlab, shu mustamlikalardan qutulganligini e'lon qilib, bular yanalam bir xalq tuzumidagi davlatlarni barpo qildi. Jumuriyat davriga kirmadi shu vaqtning o'zida. Bularning hammasi faqat 50-yillarda Misr 52, 53, ondan ağalları 57, 58, 60, Suriye 61'de ve ondan başka Irak'la şu 58'de. Şu devirlerde aram bular özünün devletini bir cumhuriyet, resmi saylam arkalı ilgar boğan dünyanın ki kaide devlet, yeni devletçilik tüzümleri uygun boğan hükümran, yani rehber saylam arkalı çıkadığan demokratik asasta, yani meclis, devlet meclisi başkurduğun hakimiyetini, mandaq bir sistemini
barpo qila oldi xalqning tanlashi bilan. Ya'ni huquq dadadan balaga, bovudan avlodga qoladigan merosxo'rlik tuzum emas, bundaq bir ilg'or tuzumni barpo qila oldi. Ammo bizning Turkiya ajdodlarimiz oldi bilan Turkiya Cumhuriyeti 1923da Turkiya Cumhuriyetini, ya'ni dunyodagi tunji mustaqil bo'lgan, nihoyatda kuchli bo'lgan Osiyo rayonidagi, endi O'rta Sharq rayonidagi, Osiyo rayonida albatta o Manju imperiyasining yiqilishi bilan Xitoy millatchilarining Sun Yat-senning boshchiligida 12-yildagi Cumhuriyetdan keyingi Osiyo rayonida, butun musulmonlar rayonida dunyoda asosligi turklar, Turkiya o'zining Cumhuriyetini qurdi. Eng ilg'or bir yangi davlatchilik davriga kirdi. Shundan keyin albatta 20-yillarda yana O'rta Osiyo rayonida Charusiya mustamlikasidan qutulish harakatlarining avj elishi, shuning bilan birlikda yangi bu Turkiyada boshlangan bu Anvar Pasha, Jamal Pasha va boshqa pashalarninki boshlamchiligidagi yosh turklar harakati, ya'ni islohotchilik harakatining ta'siri bilan O'rta Osiyo rayonidami bu jadidlarninki harakatlari, shuning bilan birlikda, ya'ni jadidlar bilan birlikda yosh buxoroliklar, yosh xivaliklar deydigan guruhlarning harakatlari bo'lib, ularmi shu vaqtida bu O'rta Osiyo rayonida Buxoroda Buxoro amirligi va Charusiyaninki homiylig'i ostidagi, ammo o'zini o'zi boshqaradigan Buxoro amirligi va Xivada Xiva xonligi va uni bosh huquq Charusiyaning kontrolligida, lekin o'zining hamma ichki huquqlarini boshqaradigan manda xonlik mavjud. Bulardagi bu yoshlar hammasi islohot orqali davlatni yangidan bir mustaqillikka erishtirish, Charusiyaning nimasidan butunlay hukmronligidan qutulish, davlatni zamonaviy dunyoning o'lchamlariga loyiq asosda elib menish, shu bir fikrlarda bo'lgan. 20-yilda bu Buxoro xalq jamhuriyati qurildi. Andan keyin Xorazmda Xorazm xalq jamhuriyati qurildi. Turkiya bizning qarindoshlarimiz. Bularning hammasiga, ya'ni bizning O'rta Osiyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizni shu vaqtning o'zida biz Turkiya xalqlari bilan birlikda bu harakatlarda qatnashgan. Bu O'rta Osiyodagi jadid harakatlarda Uyg'urlarmi bor, albatta. U chaqda undaq milliy ayrimchilik bak kuchli emas u vaqtlarda, etnik ayrimchilikchi Turkiya kuchliroq u vaqtning o'zida hammasida. Shu vaqtlarning o'zida bu undan keyin bu Buxoro xalq jamhuriyati toki 24-yilgacha mavjud bo'lib, Xorazm xalq jamhuriyati bular hammasi oxir bolsheviklarninki kontrolli bilan bu jumhuriyatlar hammasi bekor qilinib, qadamma-qadam bular asli mustaqil deb e'lon qilgan. Uni asta-asta mustaqilligidan ayrilib, shu vaqtdagi bolsheviklar hokimiyatining, Lenin hokimiyati, keyin Stalin hokimiyatining kontrolligida oxir bular hammasi O'rta Osiyoda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Ittifoqdosh Jumhuriyati, Turkmaniston Sovet Sotsialistik Ittifoqdosh Jumhuriyati degandek ikki jumhuriyat, andan Dushanbeni markaz qilib Tojik Sovet Sotsialistik Avtonom Jumhuriyati deb O'zbekiston Sovet Sotsialistik Ittifoqdosh Jumhuriyatining tarkibidagi bir jumhuriyat bo'ldi. Qozoqlar u chaqda qirg'izlarga jumhuriyat huquqi berilmagan. O vaqtlarda avtonom jumhuriyat huquqi bor, ittifoqdosh jumhuriyat darajasi ko'tarilmagan, 37 yilda ko'tarildi bular. Shu vaqtning o'zida shundaq hokimiyatlar bo'ldi endi. Albatta bu vaqtning o'zida mustaqillikdan qutulish harakatida bu Mustafa Cho'qay va boshqa bu o'zbek, qozoq va boshqa Turkiya qarindosh millatlarning birlikda bu Qo'qon hokimiyat qurildi. U jumhuriyat tuzumidagi Turkiston muxtoriyati deyildi. Qozoq millatchi ideyadagilarninki boshlamchiligida bu Shamay qatorliq joylarda Alash ordularninki Alash orda, ya'ni hokimiyatlar qurildi, ammo keyin ular o bolsheviklarninki harakati bilan bolsheviklarni ayrim qirg'iz qozoqlarni u chaqda Qirg'iz avtonom jumhuriyati deb atagan. Qirg'iz avtonom jumhuriyati qurib berdi. Ma qirg'izlarni Qirg'iz deb ataganda ular. Shundaq bo'lib, bu O'rta Osiyoda ashunda bir jumhuriyatchilik bo'lsin-mi, lekin bu ittifoqdosh avtonom jumhuriyat ham mustaqil bunda jumhuriyat fikrlarida bo'lsin, lekin bu qadamma-qadam eng oxirida Sovet bolshevik hokimiyatining tarkibidagi bir jumhuriyatlarga aylandi. Lekin bular hech qaysi mustaqil jumhuriyat emas bu vaqtning o'zida. Ammo yanla mustamlikaning ostida bo'ldi u chaqda. Demak, 30-yillarga kelgan chaqda dunyoda birdan-bir shu Turkiya Cumhuriyetidan keyingi, ya'ni mustamliki sharoitida mustamlikadan qutulish harakatlarida
Cumhuriyet devletini, Cumhuriyet hakimiyetini berpa kılganlar Uygurlar boldu. Uygurlar ve ularınki kırındaşları. Asaslı Uygurlar yetekçi elbette. Bunu da asas halk bolgandyk. Bu mana şu bizning Qashqarda qurilgan 33-yildagi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti. O vaqtda tehi hech qandaq bir O'rta Sharq musulmon davlatida va O'rta Osiyo rayonida va boshqa hech qandaq bir joylarda tehi musulmonlar rayonida hech qandaq bir Cumhuriyet tehi meydoni kelmagan. Shu vaqtning o'zida bir Turkiya Cumhuriyetidan boshqa. Aralıqdaki Muşu bu Cumhuriyet deb atılışıdamış Türkiye Cumhuriyeti'nin tesiri boğan mı sizce? Cho'qim bo'lgan albatta. Bu Cumhuriyet deb atilishi bu albatta bizningki bu Sabit Damollam va uningdan boshqa bizningki shu vaqtdagi Cumhuriyet ideyasini Cumhuriyetchilik asosidagi davlat qurish fikrida bo'lgan shu rahbarlarimiz, shu vaqtdagi yetakchilarimiz hammasi Turkiya, O'rta Sharq ellari, shu O'rta Osiyo hamma joylarda uzun mezgillik sayohatlarda, tekshirishlarda bo'lgan. Ko'pinchisi shu Yevropalarda bo'lgan, Istanbullarda, Turkiyada turib savdo tijoratlar bilan shug'ullangan. Ba'zilari shu yerda ma'rif tarbiyasi ko'rgan, o'qigan. Mana shu nuqtalardan olganda bularning hammasida Cumhuriyetchilik ideyalarining paydo bo'lishida albatta ularning shu tashqi dunyodagi bo'libmi Turkiy xalqlar dunyosidagi, Turk dunyosidagi bu o'zgarishlar Yevropadagi ta'sir qilgan. Chunki u chog'da Arab musulmon davlatlarining Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatib, Cumhuriyetchilik fikrlarini Uyg'urlarning kallasida paydo qilish uchun o'zlari Cumhuriyet emas tursa ular, o'zlari mustamlika ostida tursa, balkim ularning mustamlikadan qutulish harakatlari ta'sir qilgan. Ammo ularning unchalik Uyg'urlarda Cumhuriyetchilik ideyalarini ta'sir qilgandek, yenimizdagi Pokistonmi yo'q u chog'da, Hindiston 30-yilda. O Angliyaning hukmronligidagi bir Hindiston. Uni Angliya podshosidan keyingi ikkinchi darajadagi hukmron boshqardi u vaqtning o'zida Hindistonni. Buning Afg'oniston garchi mustaqillik jakalagan bo'lsa-mu, u chog'da yana shohlik tuzumdagi hokimiyat, burunqi Duraniylarning avlodlari o'zlarini shu Duraniylar burunqi Afg'on podsholarining avlodi hisoblab, ular shuni tutib turgan. Birdan-bir Cumhuriyet ideyasining Uyg'urlarning kallasiga qattiq ta'sir qilishidagi asos omilning birisi albatta bir muhim omil shu vaqtda Turkiya Cumhuriyeti. Ikkinchisi bu Qashqardagi inqilob g'alaba qilib, Xotandagi inqiloblar g'alaba qilib, hokimiyat Xitoy Jingshurin hokimiyati yo'q qildi. Qilgan hokimiyat qo'lga ilingan bu sharoitlarda Qashqarga albatta Turkiyadan Mustafa Apandi, Najim Apandi degandek bir qism apandilarmi keldi. Bularning kallasida shu Cumhuriyetchilik fikrlari bor. Bu tarixiy ma'lumotlarga qaraganda butun maslahatlar, suhbatlarning hammasida bular bor. Boshliq shu fikrlarni singdiruvchi. Albatta ulardan burun shu Uyg'ur rahbarlarining kallasida bu ideya shakllanib bo'lgan. Shakllanib bo'lmagan bo'lsa, u bir ishga odam bir kechada maslahat berib, u narsani shakllantirish mumkin emas bu. Qabul qilinib bo'lgan narsa. İkincisi bu 33 Cumhuriyetninki Cumhuriyetçilik bir ideyası bo'yicha qurilishida, ya'ni uning tarkibida nurg'un O'rta Osiyodan qechib kelgan Ruslar bosmichi degan Sovet hokimiyatiga Ruslarga qarshi, bolsheviklarga qarshi kurash qilgan burunqi jaddidizm harakatininki nurg'un vakillari bor. Ularning bir qismlari Buxoro xalq jamhuriyatini qurish harakatlarida qatnashgan bular. Anadan keyin bolsheviklarninki hukmronlikka qarshi shu qurolliq kurashlarga qatnashgan bularning bir qismlari. Bir qismlari Mustafa Cho'qay qatorliqlar rahbarligidagi shu Turkiston muxtoriyati, ya'ni Turkiston hukumati deb atalgan Cumhuriyet hukumatiningki odamlari bular. Shuning uchun bularning hammasida bir xil ilg'or Cumhuriyetchilik fikrlari bular bor. Shularning hammasi qo'shilib, Uyg'ur bularning fikrlari hammasi birlikda bu zamonaviy ilg'or fikrdagi Cumhuriyet tuzumi shu vaqtdagi dunyoninki taraqqiyoti bilan birlashgan turishni o'rtaga qo'ygan. Shu uning 30 moddalik shu vaqtdagi Cumhuriyetning asos qonuni va boshqa davlat belgilamalari hammasi tipik Cumhuriyetchilik. Albatta uning qonuni islomni asos qilgan, lekin uning ichki qonun tuzumlari, davlat boshqarish tuzumlari, davlatchilik uning qoidalari hammasi xuddi Turkiya Cumhuriyetiga o'xshash, shu vaqtdagi eng ilg'or bo'lgan bir Cumhuriyetchilik fikrlari bo'yicha davlat asos qonunlari tuzilgan edi. Bunda. Ya'ni davlat qonuni, ya'ni shu islomga tayansimi, lekin uning konkret amaliy yana bog'lanishlari
yani özünün konkret bo'lgan, xuddi Turkiya Cumhuriyetininki asas qonunlariga va boshqalardan ulgilangan bularninki. Albatta bu bir davr, hamda Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Islom Cumhuriyeti 33da uning qurilgan vaqti bak qisqa bo'ldi. Albatta o Cumhuriyetning davlat bayrog'i, davlat gerbi hammasi zamonaviy davlatchilik prinsiplari bo'yicha belgilandi. Ikkinchisi uningki ministrlar kabineti bo'ldi. Sabit Damollam shu ministrlar kabinetining boshlig'i, bosh ministr, butun ministrlar boshqardi. Davlatning bütün ministerlik sistemalari hammasi qurildi. Adliya, tashqi ishlar, savdo sanoat, yer, dehqonchilik, hammasidan tortib diniy va boshqa. Ularning davlatchilik qurilmasidan qaraganda har qanday siyosiy bir davlatning qarorini olganda garchi parlament qurilmagan bo'lsa-mu, lekin u majlis shaklida 30 necha kishilik, ya'ni shu 16 nozir va uning muavin nozirlari deydi, ministr, muavin ministrlari va boshqa idoralarning vakillari qatnashgan kengashlarda shu kengash orqali davlatning qarorlarini, davlatning siyosiy belgilamalarini qabul qilgan ularning tuzum bo'yicha. Ya'ni bu bir shu vaqtdagi yangicha parlament shakli, davlat majlis shaklicha shu vaqtning o'zida. Garchi umumiy xalq saylam shakli bilan bo'lmagan bo'lsa-mu, bu saylam shakli bilan Sabit Damollam va undan boshqa nozirlarni saylash, anadan keyin shu hatto raisni saylashning hammasi saylam orqali shu vaqtning o'zida, shu doira ichida bilet tashlash orqali mundaq bo'lgan, belgilaganda. Yani kişiler özününki yoşurun nimesi bilen özünün xalıgan adamiga bilet taşlap, özü arzu qilgan, işengen adamga anadikin bula hakimiyet qo'yilgan. Devletinin ali hükümranlık o'rniga belgilengen. Eliki bir o'ltiribla sen palaniyaga boshliq, sen palaniyaga boshliq deb huquqni taqdim qiladigan yo'q. Bu bizninki qanchalik shu vaqtning o'zida bir ilg'or bir davrga kirganligimizni Sabit Damollam shu vaqtdagi boshliq bizning rahbarlarimizning shu vaqtdagi Uyg'ur xalqining rahbarlarining shu vaqtdagi Sharq Turkiston mustaqillik harakati rahbarlarining hammasining digidek Muhammed Emin Bog'radan tortib shu vaqtdagi Sabit Damollam va boshqa shu ministrlar, kabinetga kirganlar va kirmaganlar, ziyolilar hammasidagi fikrlarining qanchalik ilg'orligini ko'rgani bo'ladi. Şu 16 kişilik şu ministerlarninki kelib chiqishni mandaq bir tekshirib ko'rganda, bularning mutlaq ko'p qismi Turkiya, Istanbul, Kavkaziya, mushu Idil Ural bo'ylari, O'rta Osiyo, mushu joylarda sayohat, o'qish, ziyorat, o'rganish va qatorliqlarda bo'lgan. Bularning hammasi mandaq qancha kallasi ichilgan dunyoviy, ba'zilari yuqori ma'lumotli odamlar bo'lgan. Har sohada yetishgan bular. Qanchalik ilg'or fikrli. Bundan qaragan chaqda bizninki shu vaqtdagi Uyg'ur xalqining hamda 30-yillarda fikr jihatdan, ideologiya jihatdan, davlatchilik ideologiyasi jihatdan qanchalik ilg'orlik davriga kirganligini, ilg'orlik bir zamonaviylik davriga kirganligini ko'rishga bo'ladi. Ko'p rahmat, nihoyatda yaxshi, nihoyat yangi ma'lumotlarni beryapsiz. Demak, shu chaqda birinchi jumhuriyat özüdür şu devlet aparatı bütünlüğü demokratik usullar bilen teşkil kılıngan. Şundaq, albatta. Saylam ep berilgan bu hakikaten pek yeni bir tüzülmeki. Şu vaqtning o'zidagi masalan xatchaklar qisqa, garchi hamda Sharq Turkiston u vaqtdagi Cumhuriyeti, Islom Cumhuriyeti, Sharq Turkiston Istiqlol Islom Cumhuriyeti deb atagan, ba'zi chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb yozilgan, masalan pasportida ayında qisqartılgan, har xil shaklda bo'lgan. Buning o'zilam qandaq nimadan derak berdi desangiz, shu vaqtning o'zida shu belgilamalariga qaraganda, garchi qisqa bo'lsa-mu, hokimiyatni boshqarish qisqa 3 oy bo'lsa-mu, qanday bo'lmasin, uning ta'sir kuchi Oqsu viloyati, Oqsu, Xotan, Qashqar, mushu Yakan, mushu joylarda hamma yerda Sharq Turkiston Cumhuriyetining shu vaqtda bekitgan oy yulduzliq ko'k bayrog'i esilgan. Valisi shu vaqtda valilar, ya'ni hammasi shu hokimiyatni e'tirof qilib, biz shunga tava deb qaragan, lekin bularning hammasi shu 3 oydan 4 oygacha vaqt ichida mavjud bo'lganligi uchun ular garchi Adliya ministerligi, uning savdo sanoat ministerligi, moliya ministerligi qatorliq hamma ministerliklar bo'lsa-mu, ular endi buyruqlarini tushirib, bu aparatlarni tashkillab,
har qaysi idora bo'limlarni qurib, ishni endi boshlab, rasmiy bir hokimiyatni sistemlik ilib bağıca bo'lgan aralıqda 3 oy ichida. Chunki bir davlat qurilib, 3 oy ichida uning hamma sistemasini qurib, uning hamma sistemasini rivojlantirib bo'lgani bo'lmaydi-ku, jarayon ketadi. Chunki bu yangi davlat. Chunki bu burungi Xitoy hokimiyatiningki hamma sistemasini pachaqlab tashlaydi. Uning hamma sistemasini bekor qiladi. Uning burungi boshqarish apparatlarining hammasini, qonun tuzumlarini hammasini bekor qilib etib, uning butun boshqarish sistemasini o'zi yangidan quradigan bo'lganligi uchun moliya nazorati bo'lsa, moliya nazoratining degan uning nurg'un bo'limlari bo'lishi kerak. Hozirgi davlatlarning moliya nazoratlarini ko'z oldingizga keltirib baxsangiz bo'ladi. O qanchalik mukammallashtirish kerak. Uning uchun 3 oylab, 2 oylab vaqtlar nayt qisqa keladi. Şuna demek muşlarning hammasini yangidan qurish to'g'ri kelganligi uchun ular hammasini qurilib, bu ishlarni endi boshlab bo'lguncha hokimiyat bu jiddiy qurolliq hujumlar, tashqi kuchlarning hujumi, ichki kuchlarning hujumi, ichki jihatdagi ixtilof, nizolar va boshqa turli omillar tufaylidan bu davlat yiqildi. Buningdek asosli omil endi yana hal qiluvchi omillarning birisi tashqi omil. Shu vaqtida Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin etrafı, Şarkı Türkistan'ın etrafı toqunuşlar devri kirgen. Çoğun devletlerinin ideologiyalik toqunuşları devri kirgenlik için bu Şarkı Türkistan'a ait mürekkep. Elbette 30. yıllardaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin onda her qandaq bir devlet şu vaqtdagi Uyg'urlarning şu vaqtdagi vaziyetimizdan qaraganda mustaqil bo'laman deydigan bir devlet, bir xalq bo'lgan bo'lsa, hammasining taqdiri ashundaq bo'ladi deb qarayman. Har qandag'iniki. Çünkü şu yalnız bu Uyg'urlarning iqtidorsizligi yoki boshqalardan emas. Bu şu vaqtdagi to'qinish davri bu. Cho'ng kuchlarning to'qinish davrining to'qinishining ustiga to'g'ri keldi. Xalqarалық vaziyatninki foydasiz bo'lishi. Albatta bu bizga hamda mundaq chiqqan chog'da Uyg'urlarga mana shu jumuriyat ideyasi, jumuriyatchilik davlat ideyasi, zamonaviy ilg'or davlat ideyasi. Bu oxirgi hisobda shular yaratib keyingi avlodlarga miros qoldi. Buning ham ikkinchi tipik ulgusi 1944-yildagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti bo'ldi. Hamda 1944-yildagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti u 5 yil mavjud bo'ldi. Bu cumhuriyet hamda haqiqiy mundaq chiqqan chog'da o'zininki davlat boshqarish, davlatchilik qurilmalarini eng mukammallashtirgan, şu vaqtdagi Osiyo rayonidagi, Markaziy Osiyo rayonidagi, hatto butun mushu musulmon dunyosidagi eng ilg'or bir davlat davri kiraladi deb aytishga bo'ladi shu vaqtning o'zida. Chunki 44-45-yillarda, 47-yilda, 48 bu Pokiston bularni hisob qilmaganda, bu 50-yillarda boshqasini hisob qilmaganda, texi boshqa undaq bir musulmonlar rayonida jumhuriyatlar texi qurilmagan vaqtida shu vaqtda. Bu nuqtani olgan chog'da 44-49'daki bu davomlashgan cumhuriyet şu Osiyo rayonidagi nayt ilg'or, her jihatdan o'zini mukammal boshqargan, madaniyat, ma'rif, san'at hamma jihatlardan taraqqiy qildigan, yana bir yoqdan olgan chog'da qudratli bir davlatning shu vaqtdagi zo'r qo'shini bilan ham urush qilib, urushlarda uni ham tarmar qilib turib, bir yoqdan o'zining davlatchilik sistemalarini barpo qilib, qurib o'zining kadrlar qo'shinini, o'zining ziyolilar qo'shinini, o'zining hamma nazorat ministrlarini boshqaradigan, idoralarni boshqaradigan, noiyalarni boshqaradigan, yezilarni, viloyat vali mahkamalarini boshqaradigan ashundaq apparatlarni mukammal barpo qilib, uni nihoyat mukammal boshqargan, qonun tuzumlarini bekitib, nihoyat mukammal ijro qilgan, bundaq chiqqan chog'da mustaqil bir Uyg'ur Cumhuriyeti hem Türkiye Xalqlar Cumhuriyeti şu vaqtning o'zida. Osiyo rayonidagi. Shunga hamda bu Cumhuriyetninki qo'lga keltirgan, bu Cumhuriyetninki muvaffaqiyatlari mundaq chiqqan chog'da bizning Uyg'urlarga bugungi kundami o'zining bir davlatini, o'zining bir hokimiyatini, o'zining bir o'ziga o'zi ega bo'lgan bir davlatchilik, hokimiyat sistemasiga ega bo'lsa, onu qandaq idora qila oladiganligini, qandaq yaxshi idora qila oladiganligini, ya'ni Uyg'ur tili bilan, o'zining milliy tili bilan qandaq idora qila oladiganligini ko'rsatib bergan bir jumhuriyat. Bu jiqyaga ulgu bo'la oladi. Chunki men mushaqda
Təfsilroq to'xtalaman. Bugungi kitob tünügün, ya'ni Cumhuriyet kuniga bag'ishlab rasmiy nashrga tayyorlab, nashrga berilgan bu kitobimning o'zimi Uyg'ur umumiy tarixi, ya'ni 13 tomlik Uyg'ur umumiy tarixining ichidagi 12 tomi. Shu asosligi shu 44-49dagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlatchilik qurilmalari, davlatchilik tuzilmalari haqida tafsili 680 betlik maxsus yozilgan asar. Ya'ni burunqilarda Sharq Turkiston Cumhuriyetining burunqi tomlarida umum tarix qismida urushlar, Cumhuriyetning qurilishi, hokimiyatdagi bu kurashlar, Xitoy armiyasini yengish, qo'g'lab chiqarish, siyosiy to'qinish, siyosiy kurash, bu qatorliq jarayonlar bayon qilingan bo'lsa-mu, iqtisodiy madaniyat bu jihatlar qisqa. Lekin maningda bu masalalar emas, faqat Sharq Turkiston Cumhuriyeti 5 yillik qandaq bir cumhuriyet, qandaq bir hokimiyat, qandaq bir davlat bo'lgan. Shu davlat qandaq o'zini idora qilgan degan haqida 670 necha betlik bu maxsus bir tadqiqot xarakteridagi kitob bo'ldi. Buning uchun nurg'un materiallar ko'rildi, asl original hujjatlar ko'rildi, analiz qilindi va boshqa har xil manbalar, ruscha, inglizcha va boshqa tillardagi Uyg'ur o'zimizning manbalarimiz, materiallari, Cumhuriyetning asli original materiallari va boshqa nurg'un materiallar yig'ilib, tahlil qilinib, analiz qilinish orqali shu bir sistemlik turg'izildi. Men bu haqda bugun sal uzunroq to'xtalishim mumkin. Sizning savollar bormi? Nayt yaxshi xulosaladingiz. Endi birinchi Cumhuriyetimiz bek qisqa bo'lib qolgan, ammo haqiqatan Cumhuriyetningki butun alayidliklerini öz ichiga olgan holda bir g'oyaviy Cumhuriyetni qurishni planlagan birinchi Cumhuriyetning qurg'uvchilari. Ama ikinci Cumhuriyet hakikaten bu birinci Cumhuriyet'teki tecrübe savaklarını yekünlegen buluşu mümkün. Bu haqda bir material var mı? Birinci Cumhuriyet'ni ikinci Cumhuriyetçiler yaxşı tatbik kılalıgan mı, biletdi mi? Nayt yaxshi bir savol qo'ydingiz. Men bu haqda ozroq to'xtalay. Bu birinchi Cumhuriyet ile ikinci Cumhuriyet'in aralig'ida 11 yil o'tdi. Gerçi birinchi Cumhuriyet'ning nurg'un rahbarlari, liderlari, nurg'un shu inqilobdagi rahbariy qurg'uvchilar, bir odam har qanday davlatni bir odam qurmaydi. Bu narsa esimizda bo'lsa bo'ladi. Bir davlatni bir odam qurmaydi. Bir odam faqat shu bir quradigan kuchninki yetakchisi bo'ldi, rahbari bo'ldi. Uni shu kuchlar, shular quradiganlar oldiga chiqardi endi. Shunga bir odam qurgan deb bir tarixni bir odamning bo'yniga otib qo'ysa olmaydi. Minglagan xalqning issiq qon badaliga qurildi bir hokimiyat yoki shularning kurashlari badaliga qurildi. Mayli Turkiya Cumhuriyeti, mayli tarixdagi cumhuriyetlar bo'lsin, har qanday millatning tarixidagi cumhuriyetlar bo'lsin va boshqa davlatlar bo'lsin, Amerikaning tarixidagi shu cumhuriyet va boshqa hammasi. Shunga uni hargizmi bir shaxs emas, uning da rahbariy shaxs, yetakchi bo'ldi faqat. Endi ikki Cumhuriyetning aralig'ida ancha uzun vaqt yo'q, 11 yil. Mundaq chiqqan chaqda bu 44dagi Cumhuriyetni ma'naviy jihatdan olganda birinchi Cumhuriyetning davomi deb aytishga bo'ladi. Bu yangidan qurilishlar emas, hammani shuning davomi deb aytishga bo'ladi. Davomi. Sabab nima deganda, birinchi Cumhuriyetga qatnashgan, birinchi Cumhuriyetni qurishga qatnashgan nurg'un odamlar ikkinchi Cumhuriyetda bor. İkinci Cumhuriyet'te bayana qatnaşkan. Rahbariy shaxslar bo'lmasam shu Cumhuriyetga qatnaşkan, birinchi Cumhuriyetni ko'rgan, shuningdeki kurashlarga boshnayoq bo'lgan nurg'un askarlar bor, nurg'un fidoilar bor shu bizda. Shuningda yashab boqqan, shu erkin hayotda qisqa bo'lsa yashab boqqan, kurash qilib boqqan odamlarning hammasi shu vaqtlarda G'o'lja ilida bor. Bo'libmi Uyg'urlar ichida. Chunki bu janubda bo'lganligi uchun İkincisi ma'naviy jihatdan olganda, yana bir yoqdan olganda bu Cumhuriyetning qurilishida Ozodlik tashkiloti oldi bilan, ya'ni yetakchi rol o'ynagan tashkilot Ozodlik tashkiloti. Ozodlik jamiyatimi deyildi. Bu Ozodlik jamiyatininki suhbatlarida, planlarining hammasida shu birinchi Cumhuriyet esiltilgan. Buningdagi fakt nima degan chog'da shu Ozodlik tashkiloti jamiyatininki asosli g'olliq 12 a'zosining biri 44-yil 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti rasmiy e'lon qilingan kuni Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat bosh kotibi bo'lib
saylangan Abdurrauf Mahsum İbrahimi bilen ötküzgen 10 neçe saatlik söhbetlerimde şu adamның, şu kişinin merhumның yatqa yer cennetin bolsun. Amin. Şu erbabımızның aytib berişçe biz 33'teki Cumhuriyetini köp tilga alattık deydi. Biz söhbetlerimizde köp bunu esligen. Hatta şunu bular 44 yıldık şu Cumhuriyetinin bayrağını bekitiş meselesi mi? Şu 33'teki Cumhuriyetini şunun devam süptede bular şunu model algan. Bu devlet gerbini bekitiş, ay yıldızını bekitiş, devlet gerbi kılıp şularning hemmisi de 33'teki Cumhuriyetini bular ülge kıygan. Hatta bu azatlık teşkilatının faaliyetleri Sovet İttifakı taraf bilen münasebetlik bolganligi üçün Sovet İttifakı taraf bulardan foydalanish uchun ular bilan hamkorlik o'rnatganda haliqi. Ba'zilar deydi ularni Sovetlar qurib, ular o'ynatib, ular qo'ldo'ltib, manda shularni undaq demaymiz. Bu azatlık teşkilatı qurilishining oldida Uyg'urlarda Xitoyga qarshi nurg'un maxfiy tashkilotlar qurilib bo'lgan. Yeras tashkiloti qurilib bo'lgan. 33 Cumhuriyet mag'lub bo'lgandan keyin, yo'qotilgandan keyin 37-yilda tunji qatam qaytadan Xitoy Shang Sisay hokimiyatiga qarshi yana mustaqillik qurolliq kurashga, siyosiy kurashga, qurolliq mustaqillik ko'rishiga isyon deb atadi Xitoylar. Abduniyaz Kamal şu 33 Cumhuriyetning harbiy komandirlari şunun qatnash, şunun başlamçılığıdaki o neçe ming kişilik qo'shin askarlar burun qatnaşqanlar hammasi. Shular qaytadan qo'zg'alib, Shang Sisay hokimiyatini qo'g'lab chiqadi. Ya'ni qaytadan shu kurash bu 37-38 yılları başlanıp oldu. Herkes bu kurashni 42 yıllarda Altay tağlarından başlandı demeyimiz bunu. Manevi cihatdan 37-38 yılları başlandı. Onun nurgun adamlar mag'lub bo'lgandan keyin Sovetning qurolliq bir diviziya askarining aeroplan tanklar bilan kelib bergan Shang Sisayga ko'rsatgan yordamlari bilan bu bostirilgan bo'lsa-mu, lekin nurg'un kishilar yana ikkinchi safga o'tdi, ya'ni yoshirin kurashga. Shuning uchun bu 38-39da nurg'un tutqunlar bo'ldi, qo'lga ilindi, tozalandi, yo'q qilindi, o'ldirildi. Ammo bu Xitoy hokimiyati, Shang Sisay hokimiyatiga bo'lgan xalqdagi o'chmanlik kundan kunga ulg'aydi. 31'den 34-37'gacha bu kurashlarga qatnashgan odamlar, o qandaq mu odamlarni jim yotadi deb aytishga bo'ladi. U zaten canlı algan, büyük çıkan adamlar ular. O va'dasini vafo qilmay, bu Xo'janiyaz Hojim va boshqa uning bilan Sovetning o'tirg'i tushishi bilan hamkorlashib, hokimiyat qurgan, Uyg'urlarga va'dini bergan Shang Sisay yeni bilib bir-birlab ularni o'ltirgandan keyin uningga qarshilik qilmamda odamlarda. Qarshilik bo'ladi. Nurg'un maxfiy tashkilotlar 38-39da 40-yillarda hamiyada bo'lib bo'lgan tarixiy manbalar bor buning ichida. 41-42larda G'ulja, Mushqashqa, Urumchi hamma tashkilotlar qurilib bo'lgan. 43ga bu yerda Sovet hukumatı mushu kurashlarning ahvolini ko'rgandan keyin o'zining Shang Sisaydan Xitoy hokimiyatidan o'ch elib, o'zining siyosiy kuchini, ta'sirini qaytadan tiklash uchun mushu Uyg'urlar ichidagi kurash harakatlaridan foydalangan. Shuning uchun bu azatlık tashkilotining qurilishi bularning hammasida Uyg'urlar va boshqa qozoq qatorliq mushu qarshilik qilayotgan xalqlarning harakatidan foydalanish uchun shular bilan hamkorlashgan deymiz biz. Bunda tushundirish kerak. U hamma nimani ular o'ynagan ish emas bu. Ani bizmi shu kuchga tayinish uchun Uyg'urlarning bu shu vaqt siyosiy rahbarlari shu qudratli bir kuchga tayinish uchun ularning taklif bo'yicha ularga tayangan, ularning yordamini olgan Abdurrauf Mahsum İbrahimning o'zining aytib berishicha Sovet konsuli bilan aloqa qilgan. Shu vaqtlarda mana shu suhbatlarda Sovet taraf bu qatim sizlar mustaqil bo'lasizlar, bu qatimki mustaqilligingizga biz yordam qilamiz. Xuddi sizlar tashqi Mong'oliyaga o'xshash, Qizil Mong'oliyadek mustaqil bo'lasizlar, mustaqil jumhuriyatinglarni qurasizlar deb degan chaqda bu Ilhom To'ram, Abdurrauf Mahsum, Rahimjon Sabiraji va boshqa hammasi ba'zini deyib. Bular bilan bo'lgan suhbatlarda ular Xo'janiyaz Hojim masalasini oldiga qo'ygan Sovet tarafining vakillariga. Sabit damollan masalalarini o'tirib qo'ygan. Qo'yganda ular biz burun xatolashgan, biz bundan keyin ikkinchi bu xatoligimizni takrorlamaymiz deb va'dalar. Bu qatim cho'qim mustaqillikni qo'lga keltira olasizlar, biz yordam qilamiz, ishonamiz. Bizmi bularning ichki yuzini Xitoylarningki Shang Sisayninkini biz bildik. Biz bu xatolikni takrorlamaymiz degan. Hatto
44 yılınki 45 yılının bu 44 yılının 12. ayda bu konsullardan başka Moskvadan iki general başlamışlığındaki harbiy siyasi vekiller ömüge, məsləhətçilər ömüge geldi. General Ignarov bilen General Lanfan Vladimir Aleksandr Ivanovich deyilgan general mayor general leytenant başlamışlığındaki polkovniklardan tüzülgen bir maxsus heyet kelip Şarkı Türkistan Cumhuriyeti turup yoşurun o ikinci dom degan şu hamdi. Şu yerda o'ltirib ular harbiy siyosiy maslahat berishga boshladi. Shu vaqtdagi harbiy siyosiy maslahatchilar bilan bo'lgan suhbatlardami doim birinchi Sharq Turkiston Jumhuriyatining taqdiri masalasi, Sabit Damollam masalasi, Xo'janiyaz hojim masalalari o'rtaga qo'yilgan chog'da ishoninglar bizga, biz bu qatim biz burun xatoliklarimizni takrorlamaymiz, sizlarga to'g'ri maslahat beramiz, yordam qilamiz, bundan keyin qutulasizlar. Bizning vazifamiz dunyoda shu ezilgan xalqqa yordam berish, bu qatim biz cho'qim beramiz degan. Bu nuqtadan qaragan chog'da 33dagi bu jumuriyatdagi bu ko'rgan, bilgan bu arboblar bular hammasi uningdan bu savoq olganlikning natijasi mushuchu bir yoqdan olganda. Ammo Allohning va'da kelishimlari bo'yicha ularga ishongan. U vaqtdagi Sovetning siyosati shu. Nurg'un keyin ofitserlarni evatdi, askari evatdi, qurollarni evatdi. Qandakin ishinish ularning o'zida. Dunyo vaziyatining unda o'zgarib, ularning siyosatini birdilli o'zgartirganligini u vaqtda o'ylab yetmagan. Dastlabki vaqtida. Bu bir. Ikkinchisi shu vaqtdagi Cumhuriyatning bayrog'ini bekitish masalasidan 33dagi Cumhuriyatdan ulgu olgan. Bu Abdurahim Mahsum Ibrohimovning o'zining menga deb bergan ma'lumot. Keyingi va boshqalarning o'zining aslimisidan mushuni yozgan. Biz bayrog'ini bekitishdim shu 33dagi Cumhuriyatning bayrog'ini bekitaydi deb, lekin rangni shu yeshil rangga, ya'ni 11 diniy islomiy tuyg'uchi Turkiya xalqlarining ham ma'lum. Shuni birlashtirib oy shakli bilan hammasi o'xshash. Mushuni bekitgan. Ham ularning bir aloyligi oq ranglik diniy bayroqni qabul qilgan tang davlat bayrog'i bilanda oy yulduz. Ularning hammasi ashnadan biz ulgu olib qilgan deydi. O'xshashlam davlat kabinetini qurgan davlat heyetini. Bu davlat heyeti dastlabda 17 odamdan tashkillanganda, xuddi birinchiga o'xshash. Buningdan ko'pinchisi. Shu nurg'un apparat shakllari o'xshaydi albatta, ammo bu 44 Cumhuriyatning qurilish manbasi, qurilish shakli bevosita Sovet tarafining maslahati ham yon tarafda turib, u maslahatchilar evatish, u bu taraflardan bo'lganligi uchun, cho'ng bir kuchga tayanganligi uchun shu vaqtning o'zida bularningki hamma maslahat idoralariga maslahatchilar kelib to'g'anligi uchun ularning nurg'un aloyidliklari 33dagi Cumhuriyatdan yani farqli taraflari bor. U ayrim bir masala. Ko'p rahmat. Tafsili javob berdingiz. 33 Cumhuriyat bilan bu 44 Cumhuriyatninki ikkisininki bir-biriga varislik qilish, milliy ro'yi jihatdan varislik qilish. Ikkinchisi davlatninki qurilma shakllaridan yana varislik qilish usullari bor. Uchinchisi tajribalarini olish usuli bor uninkidan va boshqa albatta. Bu nihoyat muhim ham Uyg'ur tarixi uchun Janub bilan Shimolninki birlashishi, ya'ni bir millat ekanligimizni ko'rsatish nuqtasidanmi bu nihoyat muhim, ya'ni bu Cumhuriyatninki davomi sifatida 44-yili yana bir Cumhuriyatning qurilishi. Hamda bir davlatning siz abiyam deb o'tib ketdingiz, bo'libmi ikkinchi Cumhuriyatdagi bu tashkiliy qurilmaning nihoyat mukammal ekanligini so'zlab o'tib ketdingiz. Tashkiliy qurilmaning ichida adliya, qonun tashkilotlari bo'ladi. Uningdan keyin askar, soqchi, savdo, tijorat, uningdan keyin ministerliklari yoki ma'rif, madaniyat ministerliklari, mushuning o'xshash bir mukammal boj sistemi. Muşlarning hammasi mush ikkinchi Cumhuriyatda bormidi. Mushlarni haqida bir buni yaxshi bir savol. Biz mushaqlar so'zlab o'tsak, unda bo'lsa bu Sharq Turkiston Cumhuriyatininki bu uningki davlatchilik qurilmasi qandoq degan masalaga to'xtalaylik. Sharq Turkiston Cumhuriyatining davlatchilik qurilmasi bu davlatlik Cumhuriyat tuzumidagi davlat. Albatta uningki davlatninki rahbar, raisi, prezident o saylam orqali bekitiladi. Onun raisi davlatninki eng oliy harbiy ma'muriy, siyosiy ham harbiy rahbari bo'ldi. Nurg'un jumhuriyatlarda shundoq oliy bosh qo'mondon, ya'ni urush e'lon qilish va boshqalarga qaror berish
qo'mondonlik qilish qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni bo'ldi normaldaligi ma'naviy jihatdan. Shunday bo'ldi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti bu Elxon To'ra dastlabda Cumhuriyetning demak ana shu davlat raisi Cumhur rais deb atagan shu vaqtning o'zida. Cumhur raisimiz degan atalg'u ishlatilgan. Buning tarkibida 10 necha nazorat qurilgan. Bu Cumhuriyetninki Elxon To'raning hamda bu raisninki huquqi bayatın ben degandek bo'lgandan tashqari davlatda uningki bir muavin raisi, andan keyin yani baş katip, hükümetinin baş katibi, andan keyin devletinin en ali yani hukukluq organı bo'lgan Ali sot bilan bu adliye nazarati turdi, sot mahkamasi. Yani bu demek hükümet, sot, bu kanun bu üçü birleşken bir gavdida buningda. Amerikan Sharq Turkiston Cumhuriyetining yana bir alaydiligi shu vaqtdagi davlatchilik qurilmasidan qaraganda bu halqi prezidentlik tuzumidagi davlat. Ya'ni bosh ministerlik tuzumidagi davlat emas, prezidentlik ya'ni rais jumhurlik. Rais jumhur hammaga rahbarlik qiladigan. Ya'ni parlamentga yetakchilik qiladigan mandaq bir huquqdagi bir davlat tuzilmasida. Yani ali bir huquqqa ega bir davlatning oliy hukmroni desak bo'ladi endi. Masalan, Sharq Turkiston Cumhuriyetida davlatningki asosli qaror belgilaydigan qonuniy apparati, ya'ni davlat qonun chiqarish, qonunlarni belgilash, qarordan o'tkazish, uni kuchga ega qilish organi o nima desangiz davlat heyeti. Sharq Turkiston Cumhuriyeti davlat Cumhuriyeti hükümeti heyeti. Hükümet heyeti deymiz. Hükümet komiteti yani. Bu hükümet heyetininki yani baş reisi yani 5'de o'ltag'ichi hükümran yani rahbar Cumhur reis bo'ladi. Bu hükümet heyeti dastlab qurilgan chaqda 17 nafar a'zodan tashkillangan. Keyin bu hükümet heyeti davomli kengaygan a'zo sonlari. Yani 1945 yıl 9. ayda 8. ayda Tarbağtay çöçekle azat kılınıp 9. ayda Altay'la azat kılınğandan keyin yani bu Tarbağtay, Altay vilayetleri Sharq Turkiston Cumhuriyetining umumiy bir gavdisi ichida Sharq Turkiston Cumhuriyetininki vilayetlariga aylandı. Yani Sharq Turkiston Cumhuriyetining shu vaqtda 3 vilayet tavasidagi 26-27 nahiye Sharq Turkiston Cumhuriyetininki rahbarligi organda rahbarligi ostida bo'ldi. Shu vaqtda yenidan yana 7-8 kishi hukumat heyeti kirgizildi. Masalan, Tarbağtay valisi Başbay, anadan keyin Altayda masalan Osman Bator, yana bir qozoqlarning vakili bo'lib, qozoqlarning soni biroz ko'paydi. Anadan keyin 10-oyga kelgan chaqda yana Ahmedjon Qasimi bular to'liqlandi hukumat heyetiga. Shunda bo'lib, ilgari keyin 26 dak odamga yetdi bu hukumat heyeti. Endi bu hukumat heyeti nima qiladi deganda, hukumat heyeti shu qurilgan kundan tortib birinchi bularning qildigan ishi hukumatninki har qaysi nazoratlarini oldi bilan qurishni shular belgilaydi. Palani nazoratlar qurilsin deb belgilandi. Andan keyin nazoratlar, ya'ni nazorat ministerliklarda qurilib bo'lgandan keyin şu ministerliklarninki başlıqlarının bazıları hani şu hükümet heyetinin birisi bo'ladi. Bazıları hükümet heyetinin heyet azası bo'lgan. Bazıları muavinleri bo'lgan, bazıları o'zi bo'lgan, bazıları ministri bilan muavini tang bo'lgan. Yana bazıları nim bo'lgan desangiz, idoralarning boshliqlari bo'lgan hükümet heyetiga. Bular har qatimda yig'in ochadi. Bu yig'in bo'yicha har qaysi nazoratlar tuzib chiqqan ba'zi belgilemelarni, ba'zi masalan moliya nazorati tuzgan pul chiqarishga oid belgilemelar, pulning tuzilmalariga oid belgilemelar, iqtisodiy bir taraf qilish, iqtisodni ta'minlash yoki iqtisod savdo sanoatini yo'l qo'yishga oid tuzib chiqqan bir plan, loyiha. Bularning hammasi ma'rif nazorati bo'lsa, ma'rif ministerligida tuzilgan ma'rif planlariga oid hujjatlar ve başkalarının hemmisi mana şu hükümet heyetide muzakir kılınıp talaş tartışlar bilen en ahırda avaz beriş yolu bilen karar kılınıp kubul kılıngandan keyin hemmisi küçük ege oldu. Küçük ege olup andan icra kılınış yolu kirdi. Bularning hemmisiga
devletinin baş reisi bolgan reis cumhuru İlham Töre, yani reis cumhuru baş koydu. Baş kol koydu. Muavini andan hükümet baş katibi kol koydu. Hükümet baş katibi degan aynı vaqtdagi hozirgi davlatlarga solishtirganda xuddi bosh ministri shakliga o'xshaydi bu. Baş katip degani bosh ministr. Shu butun ministrlarninki, shu ministerliklarning qiladigan xizmatlari hammasining kun tartib loyihasi bosh ministr, ya'ni bosh katibning oldidan o'tadi. Shularninkidan belgilandi. Tasdiqlaydi. Bular hammasi muhokama orqali bo'ldi. Ham buningga sirtqi ba'zi vakillarni qatnashtirildi. Idora jamiyatning buning taraytilgani bo'ldi, kengaytirilgani bo'ldi. Bu bir yoqdan olgan chaqda parlament rolini, milliy majlis rolini olgan hukumat hay'ati. Shu vazifani funksiyani tang ilib borgan. Demakki, Sharq Turkiston Cumhuriyatining davlatchilik qurilmasi shunday. Ondan Cumhuriyatninki Oliy sotdan keyingi bu har qaysi nazoratlar boshqaradigan. Undan boshqa viloyatlar. Sharq Turkiston Cumhuriyatida viloyat, nahiya, ondan rayon degan yezamdi. Bundaq sistema o'rnatgan. Ya'ni valilarni shu hukumat kengashi tasdiq qo'ygandan keyin, qarordan o'tgandan keyin hukumat raisi bo'lgan bosh rais valini tasdiqlaydi, belgilaydi. Valini tasdiqlaydi, oxirgi hisobda belgilaydi. Ondan nahiya hokimlarini shu hukumat hay'ati o'zlari tasdiqlaydi. Hukumat valilar, nahiyalarning hokimlarini valilar ko'rsatdi. Bu bo'lsin deb. Bu viloyatdan o'tgandan keyin ondan hukumat, markaziy hukumat deyilgan shu vaqtning o'zida o'zini markaziy hukumat hay'ati deb atagan bu atalg'ulardan. Markaziy hukumat bu hay'ati uni ko'rib chiqqandan keyin ondan ular qaror qabul qilgandan keyin rais jumhur qo'l qo'ysa kuchga ega bo'ladi. Rais jumhur ma'mur rais jumhur qo'l qo'ymasa uningga u ijro qilinmaydi, o'tmaydi. Shunday. Demak, unda bo'lsa ma'muriy qurilmasimi tuzib chiqilgan-kanda, davlatning ma'muriy qurilmasi bo'ylab valiyliklarni belgilash. Tigida validan keyin vali mahkamasining beshida vali, ma'mur vali, ana bosh katib, ondan uning tarkibidagi har qaysi idoralar bo'ladi u vaqtning o'zida. Viloyatlarda. Ondan nayinkini hokim mahkamasi deb atagan buni. Hokim mahkamasi. Xalq hukumati emas, hokim mahkamasi. Hokim idorasi deb. Bu hakimlar bo'ladi. Hakimning ma'mur hokim, anadan keyin uning tarkibida ondan nayidagi har qaysi bo'limlar, idoralar bo'ladi. Uning tarkibida ondan tövəndə rayonlar. Bu ko'pinchisi buni 15 deb mundaq atagan bu sistem bo'ladi. Kentlarni boshqaradigan yezlarni. Tövini nahiya hokimiga, nahiya hokimi valiga, vali ondan markaziy hukumatga bevosita boshqaradi. O'lka shakli emas, viloyat shaklini qo'llangan. Sharq Turkiston Cumhuriyati demak 49-yilgacha o'zining ikki bosqichliq hokimiyat idora qilish bosqichida 46dan keyingi 47-oygacha bo'lgan aralıqdagi shu bosqichlarda 26 ikki joyda yerim nahiya ta'sis qildi. Yerim nahiya deydi. Umuman 27 nahiyani taxminan kontrol qildi, idora qildi 5 yilgacha. Ammo 46-yilninki shu 6-oygacha bo'lgan aralıqda yana buningga janubdagi bu kurashlarning g'albisida qurilgan Aqsu viloyatiga Aqsuga tushgan qo'shinlar Aqsu viloyatida kurash elib berib, Bay nahiyasida Sharq Turkiston Cumhuriyatining Bay nahiyalik hukumatini qurdi. Andan keyin Onsu nahiyalik, Konisha nahiyalik hukumatini qurdi. Demak, janubda Aqsu viloyati tavasida ikki nahiyada 1,5 oygacha bo'lgan aralıqda, 1 oydan 1,5 oygacha bo'lgan aralıqda Sharq Turkiston Cumhuriyatininki ikki nahiyalik hukumati, ya'ni o'zininki bayrog'i bilan ular tudi, ular urush bosqichidagi haliqa. Muqim emas. Keyin ular chiqib ketgandan keyin Gomindan qo'shinlar, Xitoy qo'shinlari qaytadan besib olganligi uchun bu 49-yilning 11-yiliga kelgan chaqda 10-oyning oxirisida bu Aqsu viloyatidagi nahiyalar yana qaytadan Xitoyning qo'liga tushdi. Ammo 1,5 oy erkin azod Sharq Turkiston Cumhuriyati G'uljining boshqarishida. Janubdagi Qashqa yo'nalishidagi qo'shinlar bu Toshqo'rg'onda 45-yil 8-oyning 15-kuni Toshqo'rg'onni elib, azod qilib, tunji qatim Toshqo'rg'on vali mahkamasi deydi. Uni qurgandan keyin
bular davamlıq şimalga, yani bularmı 3 yönlüş boyunca uruş kılıp, şimalda bir yönlüş Kaşgarma, Bulunköl, Oytaq, Mayaqlar arkalı Kaşgarni azat kılış, Qorşaq bir yönlüş. Bu nimeden ötüp, Yenisay yönlüşü bilen menip, Qızıltaq, bu Yenisay yönlüşü bilen berip, Kaşgarga kelip, Kaşgarni eliş. Bu front bir yönlüş, bu Yaken yönlüşüge yürüş, mana muş yönlüş boyunca bu uruşlar uzun mezgil davamlaşıp, ilgir keyin bu Şarkı Türkistan, hemmisi özünde Şarkı Türkistan, Olcudik Şarkı Türkistan hükümetininki koşulları dep atagan ular özlerini. Şunun vekilleri Olcudik Şarkı Türkistan dep qaragan. Ular ayrım bir özaldığı müstakil ayrım bir qozgılançılar rayonu emas bu ameliyat. Emas. Bu bevasita Merkezi hükümetke bağlılık. Başkuruş. Merkezi hükümet Olca. Masalan Hı, Karvanşah degan tajik şunu Elxan Töre, Şarkı Türkistan hükümeti Janubdaki vekil dep atagan bularni. Şularning hammasi kirgan. Keyin ular qo'mondonlik qilgan qo'shinning komandirimi keyin Issiqbek kelib, butun qo'shinligi shular qo'mondonlik qildi. 3 diviziya qurdi. Uning tarkibida 6 dan 7 gacha polk bor. Bular hammasi Sharq Turkiston milliy armiyasining bir qismi. Janubdagi qo'shinlari ular. Harbiy tuzum bo'yicha olganda shimoldagi umum milliy armiyaninki tarkibiy qismichi ular. Shuni ular arib etmaymiz biz tarix bo'yicha. Ammo bir qism Xitoy tarixchilari va boshqa tarixchilar Taşqo'rg'on inqilobiy deb uning ism qo'yib, u Taşqo'rg'ondagi tojik, Pamirdagi azroq qirg'iz xalqininki bir qo'zg'aloni deb munda tasvirlab, Uyg'ur xalqini asos gavda qilgan janubdagi bu tojik, qirg'iz va boshqa xalqlarni qo'shilgan keng ko'lamlik Qashqar, Yakan yo'nalishidagi, Qog'liq yo'nalishidagi zo'r ko'lamlik bir butun yezi qishloqlarga kengaygan bir kurashni kichiklashtırib ko'rsatdi. Amaliyotda bu G'o'ljidan boshlangan umumiy Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobining bir qismi bu yerda qurilgan hokimiyatlar shu G'o'ljidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatininki bir qismlari. Avo 5 yilgacha muqim turdi shimoldagi 3 viloyat, mala keyin bitimdan keyin Xitoy Gomindan qo'lga tushdi, qaytadan. Biz menda tushunamiz buni. Tarixning asl tabiri mau. Mening tabirim shaxsan bu. Mening shaxsiy o'zimning ko'z qarashim bu ham yana bir yaxın olganda. Boshqalarning qo'shilmaslik o'zining erkinligi. Ammo bu yerda demak janubdagi bu janubdagi qo'shinlar Taşqo'rg'on, anadan keyin Qog'liq, Poskam bu 3 noyini ozod qildi. Yenisani noyini ozod qilinmadi, Yenisaning atrofidagi bir qism yezlarni ozod qildi. Yakan atrofidagi butun yezi qishloqlar asos jihatdan ozod qilindi. Yakan urushida ular mag'lub bo'ldi. Ammo Qog'liq, Poskam noyi ozod qilinib, bu yerda nurg'un fidoilar kirdi. Bu joyda rasmiy hokimiyat qurildi. Qog'liqda milliy hukumat qurildi. Janubiy Sharq Turkiston deydi u vaqtning o'zida. Janubiy Sharq Turkiston milliy ozodlik fronti deydi. Uni keyinchi Xitoycha manbalarda Janubiy Shinjang fronti deb atagan. Sayfiddin Azizning aslimisini o'qib baqsanglar, u kishimi buni tilga olib o'tib ketadi. Bu Janubiy Sharq Turkiston milliy ozodlik fronti buniki. Demak, mushular qurilgan. Qashqarning atrofi, masalan, Konisha, Qashqar Konishami ozod bo'lgan 9 aqma joylar. Uning atrofidagi yezlar Qashqarli qo'rshav oldi shakllangan. Janubda Xotanning Gumig'ich kelgan bular. Muqim bo'lgan mana mushu noilamu shu bayroqni osgan, tug'an, lekin bular qisqa vaqt, bir oydan 1,5 oygacha bo'lgan aralıqda qaytadan bular urush holatidagi hokimiyatlar bular-ku. Keyin bular bitim munosabatdan Xitoyning qo'liga tushib, shuninglar ularning tugidi. Umuman olgan chaqda Sharqiy Turkiston hukumatining ilgari keyin butun Sharqiy Turkiston miqyosida shu vaqtdagi Uyg'ur elida rahbarlik qilgan, kontrollik qilgan, o'zining hokimiyatini yurgizgan, o'zining bayrog'ini osgan, isp bayroqni noilik hukumatining beshiga tiklab, isp qo'yib hokimiyat idora qilgan noilar shu 30 noiga yetadi. Agar janubdagi yezi qishloqlarni hisoblasak, Qog'liqning yezi qishloqlarini, Poskamning yezi qishloqlarini, Yakanning bir qism yezi qishloqlari, Yenisaning, Qashqarning yendiki bu Oytaq, Bulunköl bu joylar, bu nurg'un joylarni hisoblagan chaqda bu yezi qishloqlarning doirasi nihoyat ko'p bo'ladi. Tog'liq rayonlarning hammasi shu vaqtdagi Sharq Turkiston partizanlari deb ataladi. Qurolli kuch, keyin milliy armiya bo'ldi. Shularning kontrolligida u vaqtda. Shaharlar, Qashqar shahri, Yakan shahri, mushu noyi markazlar, bular hammasi Xitoy Gomindan qurolli kuchlarining qo'lida.
2 gün ular taq tarafga o'tolmaydigan mundaq bir vaziyat shakllangan. Ammo bitimdan keyin bularning hammasi o'xshash qurol tashilib, bularning qurollarini elib ketib, oxiri bular Əfsus. umuman olganda 30 ga yaqin nahiya ilgari keyin Sharq Turkiston hukumatiningki rahbarligi ostida bo'ldi. Cumhuriyetning buning ichida muqim bo'lgani 26-27 ga yaqin nahiya bo'ldi. Demak, nahiyalik hukumat Az emasga haqiqatan. bayroqlarini dedi, davlat gerbi o'xshash ay yulduz bularnikida. Ay yulduz harbiy nimalarga tushirilgan, kakarlarga, pagollarga tushirilgan, hamma yerda bayroqlar esildi. Oq bayroq bilan yeşil bayroq tang. Ko'pincha harbiy bayroqlarmi yeşil bayroq bo'lgan, rangi oq bayroq emas. Bu hamdi. Demak, davlat qurilmasi ana shunda. Endi Sharq Turkiston Cumhuriyetininki endi buningdan boshqa eng muhim bir organi bo'lgan ministerligi, buning tarkibidagi adliya bo'lgan. Qonunchilik. Sharq Turkiston Cumhuriyetininki qurilgan dastlabki vaqtda bu qonun adliya ishlariga kirishgan bular. Chunki bir davlatni idora qilish uchun adliya qonun bo'lmasa bo'lmaydi. Davlat qonun bilan idora qilinishi kerak. Qonunsiz hukumat bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi bo'lib qurgan ministerliklarning biri Ichki ishlar ministerligi. Ichki ishlar ministerligi degani shu ichki bexatarlik ministerligi. Qurilib dastlab Abdukarim Abbas ministr bo'ldi. Keyin uningga ichki ishlar ministerligi 45-yil 4-oyga kelgan chaqda Rahimjon Sabiraji bosh ministr, uning tarkibida ikkisi ma'mur ministr bo'ldi. Ichki ishlar ministerligi hamda Sharq Turkiston Cumhuriyetininki eng muhim organi. Şu vaqtdagi urush mezgili bo'lganligi uchun har xil jinoiy harakatlar yuz berishi mumkin, tartibsizliklar bo'lishi mumkin, qo'zg'olonchilar ichidan yoki va boshqalar ichidan bulang-talang qildiganlar, boshqalar bo'lishi mumkin. Bular ana shunday ishlarning oldini olish uchun night kontrollik qilib, saqchi apparatlarini qurib chiqqan. Birinchi bo'lib G'oljida oldidan 2 joyda, 3 joyda saqchi organi qurib chiqqan Ichki ishlar ministerligining qaramida. Ular jamiyat amolligi, jamiyat tartibini qo'llagan. Dastlabki vaqtlarda hatto bulangchilik qilgan, shu urushdan foydalanib, necha odamni chiqib, shu hukumat hay'atininki qarori bo'yicha hatto o'lim hukm qilgan. Uning ichida Uyg'urmi bor, boshqa millatlarmi bor, haliqi Uyg'ur u bu deb qaramagan, bulangchilik qilgan, begunoh odam o'tdagan, begunoh odamlarga ziyonkashlik qilgan, men qo'zg'olonchi, men inqilobchi degan nom bilan qilgan, uningga qat'iy yo'l qo'ymagan ular hammasi. Butun Gomindan Xitoy hokimiyatining qo'ldan ilingan o'lji g'animatlarning hammasini hukumat matbuot idorasi o'zlari boshqargan idora. Hech kimning bir nimani bulang qilib oladigan imkoniyati bo'lmagan, ham undaq ishlarni asosan sodir bo'lmagan, xalq nayt angliq bo'lgan inqilob qatnashganlar. Ham keyingi ba'zi tarixchilar u bo'lar buni bir qalaymagan bir bulang-talang uchirganlarni o'ltagan bu deydi. Undaq ish bo'lgan emas. Ba'zi narsalarni ko'ptirib o'tilgan, kichik narsalar. Milliy qirg'inchilik qilgan deydigan gaplar bor. Unda ish yo'q. Uyg'urlarda hech qachon boshqa millatni tarixida urushda qirg'in qiladigan ish yo'q. 30-yillardagi inqilobda nurg'un Xitoyning askarlari u bo'la birinchi bo'lib Imon Eysa shu zamon ularni kechirim qilib qurol tashlab bo'ldi deb qabul qilgan bu tarix fakti bor buningki. Boshqa millatlarda unda ish yo'q. Bu bizning tariximizda, Uyg'urlarning tarixida bunda ko'p jihatlarda naytiliq Uyg'urlarda bir xil ilg'or bir fikrlar bilan shu vaqtdagi boshqa qarindosh Turkiya xalqlari hammasi bizning shu vaqtdagi Uyg'ur elidagi hokimiyat boshqarishni qabul qilgan bular. Ichki ishlar ministerligininki bu qaramig'ida har xil bo'limlar qurilgan 12 bo'lim. Buning ichida masalan saqchi bo'limi, anadan keyin yana buningki ichki bexatarlik bo'limi, tashqi bexatarlik bo'limi, tashqi razvedka bo'limi deymiz. Anadan keyin parxor jinoyatchilarni tutish bo'limi, parxorlikqa qarshi davlat hokimiyatidan foydalanib o'zining qilib oldiganlarni, anadan keyin normal jinoyat o'tkazganlarni tutadigan apparatlar, andan harbiylarning ichidagi harbiy saqchi organlarini qurgan, harbiylarning ichida ichki ishlar ministerligining maxsus vakillar qo'mondonlik shtabni turgan ularchi. Harbiy shtabdagi ichki ishlar ministerligining siyosiy saqchi organi edi. Uning ichida bu harbiylar ichida josuslik qilgan yoki xoinlik qilgan yo sotqinlik qilgan qilmishlar bo'lsa, uni aniqlab tutadigan bularning vazifasi. Bu ichki ishlar ministerligi demak Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat tartibi, davlatninki bexatarligi, ichki bexatarligi, tashqi bexatarligini boshdan oyoq kafolat qilgan nihoyatda muhim bir organ. Chunki har qanday bir davlat apparatining eng muhim bir organi saqchi
idorasi bo'ldi, saqchi bo'ladi davlatda haliqi. Bexatarlik, ichki bexatarlik. Elbette. Bu eng muhim aparat. Her qanday bir davlat. Mana bu Sharq Turkiston hukumati boshdan oyoq eng ko'ngil bo'lgan organlar. Saqchilarning maxsus o'zining harbiy kiyimlari bo'lgan, saqchi formalari ko'pinchisi ko'kish ranglik bo'lgan. Pagonlaridami ozroq farq bo'lgan ularning. Masalan, odatdagi harbiylarning pagonda, masalan, polk komandirlarining, mayorlarning ikki baldoq, bir yulduz yoki ikki baldoq 3 yulduz ya bir baldoq 3 yulduz bo'lgan bo'lsa, o yulduzlar yantu bo'lgan bo'lsa, buningkida uzun shaklda manda tizilgan. Shunga o'xshash bularda haliqi harbiy saqchi qo'shinlari, bu ichki ishlar ministrligining saqchi qo'shinlari, ularning harbiy unvoni bor. Kapitan, polkovnik, yuqori polkovnikcha, Rahimjon Sabiraji polkovnik, uningda yana 3-4 odamga polkovniklik unvoni bergan, podpolkovniklik, kapitan, mayor. Bular jiq ishlarni qildi. Ondan boshqa Oliy sotning boshlig'i Muhammadjon Mahsum bu butun Sharq Turkistondagi eng chong sot ishlarini boshqardi. Bu Oliy sotning tarkibida viloyatlarda sot mahkamalari bo'ladi, noyalarda sot mahkamalari bo'ladi. Bu shu jinoiy turlik jinoiy ishlarni shu sot mahkamalari oldi bilan taftish mahkamalari bor. Bu taftish mahkamalari saqchi organlari tutgandan keyin taftish mahkamalari bir-birlab taftishlar uni tekshirib, uni bekitib bo'lgandan keyin ondan sot organi, ondan sotlar sotlaydi. Eng oxirida ondan ba'zi eng og'ir jinoyatlarni o Oliy sotga yo'llab, Oliy sot o'zi qaror berdi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti 45-yili 4-oyninki 5-oyning 13-kunida tunji qatim o'zining Sharq Turkiston Cumhuriyetining qonun majmuasi, jinoiy ishlar qonunini e'lon qildi. Bu jinoiy ishlar qonuni nihoyat mukammal tuzilgan jinoiy ishlar qonuni. Buningda siyosiy jinoyatchilikmi bor? Bu jinoiy ishlar qonunininki oldingi 9-12 moddasigacha bo'lgani, bu biroz asosiy qonun rolini o'ynagan. Asosiy qonun rolini. Buning birinchi moddasi shaklda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining har qanday hukumat farmonlariga, hukumat buyruqlariga qarshi chiqqan, uni ijro qilmagan, uning xiloflik qilganlar o'xshash davlat qonuni bo'yicha, jinoiy ishlar qonuni bo'yicha jazolandi degan. Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirishga uringan, Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatiga qarshi qurolliq yoki boshqa siyosiy tashviqotlar bilan shug'ullangan dushmanlar bilan birlashib harakat qilganlar bularga biroqlam oliy hukm berildi degan. O'lim jazosi demakchi. Anakin Sharq Turkiston Cumhuriyetininki eng muhim bir qonunning bir moddasi Sharq Turkiston Cumhuriyetining har qanday fuqarolari barobar deyilgan buningda. Har qanday fuqaro qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar, qanday dinga da'vo bo'lishidan qat'iy nazar hammasi barobar. Bu anda yana birisi Sharq Turkiston Cumhuriyetining eng muhim bir modda, Cumhuriyetininki 9 moddalik deklaratsiyasi, xitobnomasi ya hamma fuqarolarning amal qilishi, uni ijro qilishi shart deyilgan. Uningga buzg'unchilik qilish, qarshi chiqishga hech kim uning haqqi yo'q. U bo'lmasa jazolanadi. Sharq Turkiston Cumhuriyetining 9 moddalik xitobnomasi u mustaqillik xitobnomasi. Keyingi ba'zilar buni siyosiy xitobnoma yoki siyosiy programma deb ism qo'ydi. Amaliyotda bu asli hujjatga qarasam men, asli hujjatning asl nusxasida mustaqillik xitobnomasi deb atalgan. Bu 1945-yil 1-oyning 5-kuni Cumhuriyetning 4-umumiy yig'indigi deyman. Shu yig'inda tunji qatim qabul qilingan 9 modda. Buning birinchi moddasi mustaqil jumhuriyat qurish. Xitoy hokimiyatidan ayrilib. Bu birinchi modda. Albatta. Ikkinchi modda erkin, barobar, hamma millat, hamma dinlar barobar bo'lgan bir hokimiyat qurish, mustaqil davlat qurish. Milliy barobarlik, diniy barobarlik targ'ib qilingan. Islom dini asosliq din bo'lganligi uchun ko'p xalq shu islom diniga ishonganligi uchun alayda e'tibor berildi deyilgan. Boshqa dinlarmi o'xshash tang barobar deydi. Undan boshqa madaniyat, ma'rifni taraqqiy qildirish, savdo sanoatni taraqqiy qildirish, anodikin iqtisodni taraqqiy qildirish, Sovet ittifoqi bilan do'st o'tish, tashqi diplomatiyani kuchlantirish qatorliq har xil mazmunlarni o'z ichiga, sanoatni, xalqning baxtiyor turmush yaratish, saqliqni saqlash ishlarini rivojlantirish degandek shunday nurg'un narsalar. Demak, mana shu 9 moddalik shu asosiy programma qonun bo'yicha qo'g'dalgan. Buni hech kim qarshi turmagan. Bu 9 moddalik xitobnoma, bu jinoiy ishlar qonuni
Taki 1949-yılı bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Xitay Kompartiyasi hakimiyeti tarafidan bekar kılıngandan keyin onun bayrakları elip taşınıp aşı vaqtda yüzde andın bu kanunlar güçten qalgan. Şunun için bu arlıqda Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bütün cinayi işlerinin hemmisi mana şu cinayi işler kanunu boyunca. Kanun boyunca bir taraf. Ana şu kanun boyunca bir taraftan olgan. Bazı bir ana Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin mahkeme şer'i kurulgan. Dini işler idaresi kurulgan. Nazareti, dini işler nazaretiyle muhalli halpet. Bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin, Şarkı Türkistan'ın yakın tarihinde hiç kaçan dini işler nazareti kurulup bakmagan. Mesela 1884 yılı Manchu Çin İmperiyası Şarkı Türkistan'ı işgal kılıp tunji qitim ülke tüzümünü barpo qilgandan keyinmi 1912 yılda bu Manchu İmperiyası yıkılıp onun o'rniga Xitoy Milliy Davlati Cumhuriyeti Xitoy Cumhuriyeti qurilgandan keyin bu Sharqiy Turkiston Yangizingshin va undan keyin Jingshuren, Shingsisay qatorliq ilgari keyin Xitoy militaristlarning qo'lida bo'lgan bo'lsa-mu, boshqarish doirasiga kirib olgan bo'lsa-mu, ularda hech qachon bu diniy barobarlik degan narsa bo'lgan emas. Shingsisay davrida diniy barobarlik, milliy barobarlikni targ'ib qilgan bo'lsa-mu, ammo hech qachon diniy ishlar nazorati ministerlik qurmagan. Ammo Sharq Turkiston Cumhuriyeti 33'likisi va 44'lik Sharq Turkiston Cumhuriyeti o'xshashlar diniy ishlar idora nazorati qurib, bu bütün Şarkı Türkistan'ın dini işleriga rahbarlik qilgan. O yalnız İslam dini qilan emas. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hamma millat bor u yerda. 13 millatning hammasi. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bo'lgan bu ilidagi il Tarbag'day, Oltay bu yerda Uyg'urlardan boshqa qozoqlar bor zo'r sonda. Albatta bular musulmon xalqlar, Turkiy millati va O'zbek, Tatar, undan boshqa Tungallar bor musulmon. U Şarkı Türkistan Cumhuriyetining puhralari Milliy armiyani asosliq tashkillagan bir polk tashkillagan Tungallardan. Anadan boshqa yana musulmon emas millatlar bor. Mo'ng'ullar bor. Ular Lama, buddizmning bir tarkibi bo'lgan Lama e'tiqodiga e'tiqod qiladi. Ruslar bor. Bu Ruslarning tarkibida har xil Yevropa xalqlari bor, Rus deyildi. Bularning ko'pinchisining diniy e'tiqodi pravoslav, ya'ni ortodoks, xristian. Shu Ruslar o'xshash. Ularning cherkovlari bor G'oljida. Albatta Shivalar bor, bular orasida buddizm bor, burunqi shu Tangri tushunchasidagi e'tiqodlar bor, shamanizm. Shamanlama bor. O'xshash Xitoylar bor albatta u yerda. Shunga Sharq Turkiston hukumati hech qachon u boshqa dinlarni cheklagan emas. Ruslar o'zlarining e'tiqodini qilib yuraveradigan. Lama bu Mo'ng'ullar sen o'zingning e'tiqodingni qilaver, sen o'zingning ishing bilan, biz o'zimizning ishimiz bilan deb u dinlarni cheklash yoki dinlarga yo'l qo'ymaslik unda bu diniy barobarlik bir siyosat. Demak, shu vaqtning o'zida Sharq Turkiston hukumati o'xshashlar mushu millatlarning diniy ishlarini shularning poplari, lamalari bor. Ularga rahbarlik qilganda aloqa. Ammo Sharq Turkiston Cumhuriyetining yana mahkama shariy qurgan. Mahkama shariy buningda avo jinoiy ishlar qonuni bilan uning ishiga aralashib olmaydi. U o'zi ayrim ish olib boradi. Mahkama shariy nima qiladi deganda jinoiy ishlar qonunida ba'zi jinoyatlarni hal qilinmaydi. Nayt qiyin. Ba'zi jinoyatlar masalan tinib oladigan jinoyatlar bor. Masalan, fakti yo'q. Buni qanday hal qilish kerak? U hech qanday advokat yoki sotning oldida tinib olgan ular. Men qilmagan, bu qarzni men olmagan, bu pulni men bermagan deb. Uyg'urlarda hujjat yozmaydigan xilijiq an'ana bor-ku bizda. Hozirmi bor, jiq odamlarda. Shunga o'xshash ba'zi bir masalalarda nikoh ishlarida buni qanday qilgan deganda jinoiy ishlar bu Oliy sud mahkamasi jinoiy ishlar qonuni bo'yicha bir taraf qilmay bularni mahkama sharining qo'liga qo'ygan. Sizlar hal qilib beringlar deb Oliy sud bilan mahkama shariy hamkorlashgan. Qilgandan keyin ularni mahkama shariga akilib, ular hammasi ko'pincha musulmonda ular. Ya Uyg'ur ya u. Anadan keyin sen ma'noda qilganmi bu ishni? Yo'q, qilmagan deyman. Unda bo'lsa, men Qur'onni tut. Endi sen Qur'onning oldida degandan keyin har qanday musulmon u boshqa sotning oldida yeni bilishi mumkin. Shunaqmi? Lekin mayad yanamaganda shuning bilan mana mushundaq shakllari bilan ba'zi delolarni, ba'zi jinoiy yoki ba'zi ariz nimalarni ayiradiganqa aloqa bekitgan bular. Ash usul Yani bir tarafdan ağanda bir ananını davamlaştırgan desek bo'ladi endi.
Oliy sud yana hamma ishni u dinlik mahkama shar'iyniga tashlab bermaganda, mahkama shar'iy buning ishiga aralashmaydi, buning ishiga aralashmaydi, ammo ikkisi orasida organik bir xil mexaniklik bog'lanish bor-da, bular ichida hamkorlik bor. Bir-biriga. Hayt Nikah atraf işlerden. o'ylashgan nurg'un narsalarni haqiqatan. Endi bu urush mezgilida başdan zaten devlet kurulgandan tartib çoqum müstakil bo'lamiz va buningdagi mushundaq davomlashtiramiz degan ishonch bilan elib borganligini bu saqchi mahkamalarini darhol qurib, saqchi tashkilotini mukammallashtirishga tirishishini ko'rib olgani bo'ldi. Uningdan keyin yana nurg'un jihatlarda siz deganga o'xshash demokratik holda nurg'un tashkilotlarni, davlatniki apparatlarini qurib chiqibdi ekan. Endi urush bo'layotdi bir tarafdan, iqtisodni qandaq hal qilgan, bu baj, seliqlarni o'ttirib qo'yib, ularni yig'alaganmi, tijoratda, sanoatda bormidi o chog'dagi davlatninki, mushu jihatni ozroq ma'lumot bergan bo'lsangiz, vaqtimiz 1 soat 15 minut bo'lib qoldi. Anda az qaptı o vaqtlarımızda uzun so'zlab ketmay qisqartib javob beray. Yani bir tema. Sodi tijorat, sanoat jihatdan. Ben bu Imshal qonun qilib. adliya sistemasini jiq o'rganib, tadqiq qilib beqib, baq qiziqdim-chu o'zim haliqi. Nima Bu degan haqiqatan. mukammal bir sistema. Buning 10 nechilagan qonun moddalarini e'lon qilgan-chu, mezonlarini ilgiriki. Bu yana davlatni qonun bilan idora qilish degan ideyani targ'ib qilgan Elxon To'ramdan tortib Ahmadjon Qosimiy. Davlatni qonun bilan idora qilish. Yani birisi adliya mustaqil bo'lish deydigan. Adliyaga hukumat aralashib olmaslik deydigan-chu. Sistemini barpo qilgan. Nurg'un diktator davlatlarda adliyani hukumat partiya, masalan Xitoyda adliyani bugungi kundami partiya boshqurdi. Shundaqmi haliqi? Kommunist partiya boshqurdi. Ahmadjon Qosimiyning ideyasi davlat qonuni mustaqil bo'lish kerak deydi. Adliya mustaqil bo'lish kerak. Buni hukumat monopol qilmaslik kerak deydi-da, bularning ideyasi. Nima degan ilg'or shu vaqtning o'zida bizda. Birinchi cheriklik, parxo'rlikqa eng qarshi turgan. Shunga bizning shu vaqtdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining rahbariy kadrlari, hokim u bular orasida parxo'rlik bo'lmagan. Pul olgan, pul yeganlarni qattiq jazolagan. Ham bu axloq bo'yicha jazolaganda bularni, diniy ham islomiy axloq bo'yicha. Shuning uchun bu narsalar nayt poklik kadrlardagi, boshliqlardagi bu sistem o'rnatilgan bizda. Bu qarashingga men nayt bu qiziqqanligim uchun balkim hayajonlanib jiqroq so'zlagan bo'lishim mumkin. Siz degandek endi soda Sharq Turkiston Jumhuriyatining bu moliyasi asosligi dastlab qurilgan chog'da moliya intayin ojiz. Chunki bu butun davlatninki yangidan qurilgan bir hokimiyat. Shundami? O'zining davlatininki qurilgan moliya pul nadim pul bo'ldi uningda. O'zining davlat burundan qolgan davlat bo'lmasa, g'azini bo'lmasa, qanday qiladi? Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat g'azinasi, manbasi, moliya manbasi birinchisi oldi bilan Xitoy hokimiyatidan o'lji ilingan, musodara qilingan butun boyliqlar. Bak ko'p emas uning soni. Skladdagi yerlik mahsulot shirkati deydi. Shularningki jung, u, bu teriga oid ishib qolgan narsalar va boshqa bir qism ko'chmas mulklar. Shularni hisob qilmaganda oltin kumushlar azroq bo'lgan, jiq emas, oltin kumush yo'q. Mushulardan olgan bular bir manba bo'lgan, musodara qilingan. Gomindan hokimiyatidan. Ikkinchisi manba xalq iyonasiga tayangan. Sen dastlab qurilgan chaqda hech kim bilan savdo qilish mumkinchiligi yo'q. O'zing ishlab chiqara olmaysan. Shundaymi? Urush holatida qanday qiladi? Shuning bilan butun xalq davlatga ihona qilgan. Iyonasi nima? Butun ayollar siz bo'lgan bo'lsangiz, qo'lingizdagi zirllaringizni, bileziklaringizni otatdingiz. Mana debchi. Shu vaqtda. Albatta. Davlatdan aylansin. Shu vaqtning o'zida. Har qanday ayol uyda saqlagan oltin zira, oltin bilezik. 33'dim shunda bo'lgan. Bo'libmi 44'da hamma millat, Uyg'ur, Qozoq, Tatar, O'zbek, shu O'zbekning boylari, G'uljidagi Tatarlarning boylari, shular Uyg'urlarning hammasiningki hech nimasini ayamagan bizning davlatimiz bor, jumhuriyatimiz qurildi. Buningga iqtisod kerak deb bu narsani hammasi kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, ba'zilar uydagi otlarini, qalalarını, qo'ylarini, zibu zinnatlardan boshqa mollarining oshliq. Masalan, G'uljilani, Gomindan qo'shinlari, Arambog', Langshang, Butxona qatorliq joylarga kirib oldi aerodromlarga. 7-8 ming odam bu. 3 mingdak qurolli qo'shin qolgan fuqarolar bu. Buni nurg'un xalq partizanlar qorshaydi ularni.
Ularni qo'rshigan partizanlar tamoq yeyish kerak-da. Shundaqmi? Necha ming odam qurshab yotadi. Boshqa joylarda urush Evet. qiladi. Qo'rg'os, uya, buyalarda, G'ulji atroflarida janglar bo'ladi. U partizanlar fidoyilarni qanday qildi? Xalq o'zininki otlarini o'zi minib keladi. O'zining uyida bor narsani o'zini qoral qilib yasaydi. Anadan keyin ularning yeydigan tamoqlaridan tortib kiyim-kechak butun ochliqlar xalq tarafidan ta'minlanadi. G'uljining 3 joyini qurshab yotgan partizanlarning shu vaqt fidoyilar kundalik issiq tamoqlar, yemekliklar uydan kelib turadigan gap. Hmm. Yig'ilibda. Anadan keyin shu yig'ilganlarni ba'zilar tamoq qilib ekildi, ba'zilar yetkazdi. Ashunchalik odamlarda bir qizg'inlik bu dastlabki bosqichida. Qilgan. Shuning bilan bu hokimiyat dastlabki qadamda o'zini o'zi qilgan. Anadan keyin boylar, nurg'un iqtisodi bor, puli bor boylardan bir qismlari Shingsay davrida saqqa tutilmay eshib qolganlar borda, yana bir qismlari. Bir qismlarining eshinib qolganlari bor. Ular bolarini yana atagan. Pullarını atagan, mallarını atagan, çarvılarını atagan ve şularni yig'ib andan Sovet ittifoqiga evatib, jo'ng bu çarvılar bilan andan ba'zi qurollarni almashtirgan dastlabki vaqtda jiq emas. Ani keyin asta-asta andan bular ko'paygan. Taki 45-yilda shu 3 front bo'yicha urushlar g'alaba qilgacha bo'lganlikda butun xalqninki kuchiga tayangan bu Sharq Turkiston hukumati. Anadan keyin 45-yili 9 aylardan keyin, andan urush to'xtagandan keyin, andan bular savdo sanoat, ba'zi ishlar, maktablar ochilib, qaytadan ishlar mengishga boshlagan. İdari jamiyatlar qurilgan bo'lsa-mu, organlar qurilgan bo'lsa-mu, 4-5 oylab idora xizmatchilari maosh olmagan. O'zining jinni o'zi boqqanda oilasini, gazitxonalardagilar pul olmagan, nazoratlardagi idora bo'limlardagilar maosh olmagan, shunda yashagan. Keyin anda hamma narsa o'ngishilib, tinchlangandan keyin maoshlarni taqtib, ashuna bo'lgan. Andan bu 3 cho'ng urushlardagi bu o'lja ilingan g'animatlarning ko'p bo'lishimi nihoyatda ularga jiq bir iqtisodiy manba olib kelgan. Andan 45-yilninki bu 9-oy ketdi. 46-yilninki yozlariga kelgan chog'da Sharq Turkiston Jumhuriyatininki andan dehqonchilik ishlari, bu ishlari yaxshi yurdi. Bo'libmi 47-48lardagi Sharq Turkiston shu vaqtdagi inqilob davrida, Ahmadjon Qosim davrida texmi iqtisod jihatdan bularni gullandi. Dehqonchilik, savdo sanoat taraqqiy qildi. Asosliq savdo u vaqtda Sharq Turkiston Jumhuriyati anda yana bir iqtisodiy manbasi tashqi savdoga tayangan. Tashqi savdo bo'lgan chog'da Sharq Turkiston hukumati butun shu savdoni Sovet ittifoqi bilan keladi. Asosliq xomashyo, dehqonchilik mahsulotlari, chorva, yung, to'qilmalarning hammasini Qo'y qoli terilerim var. Sovet ittifoqidan andan xalq turmushiga kerakli buyumlarni oladi, andan akirib uni G'uljida do'konlarda sotadi. Andan harbiy ta'minotni shundan hal qiladi. Mushunda bo'lgan savdo. Andan keyin hukumatning tarkibida savdo asosligi ikki xil bo'lgan. Birisi hukumatning boshqarishida bo'lgan. Masalan, İli taraqqiyot shirkati dedi, keyin İli taraqqiyot shirkati dedi. Taraqqiyot shirkati eng cho'ng shirkatmiş. Hukumat mablag'i bilan butun İli Tarbag'day keyin Oltaydagi asosliq savdogarlar bular bilan birlashgan. Bular g'oyat zo'r mablag' bilan Sovet ittifoqi bilan savdo qiladi. Bulardan kirgan bu paydalar andan hukumatning budjetiga, xomchotiga mangadi. Andan shaxsiy xusus savdolarni yo'lga qo'ygan Sovet ittifoqi bilan nurg'un xusus savdogarlar Sovet ittifoqiga mal yevatidi, Sovet ittifoqidan mal ekirdi. Bu Sovet ittifoqimi shuningdan foydalanib, Sharq Turkistondan nurg'unlagan xom eshyolarni kirgizishga, o'ziga ehtiyojli bo'lgan xom eshyolarni kirgizgan. Ko'pinchisi ular azarroq ba'da ilishtirishgan har xil yo'llar bilan usul qo'llanib mallarni tanlaydi, priyomdan o'tkazmaydi Sovetning savdo vakillari turib ashunda. Jiq bir jarayonlar bor. Buning hammasining sansifirlari bor. Mening kitobimda mana bu savdo haqida nihoyat tafsiliy bayon qilindi. Qaysi shirkatlar qatnashdi buningga, Sovet tarafning, Sharq Turkiston tarafining butun chiqimlarigacha bor hammasiniki. Andan eng cho'ng mahsulotlarning birisi bug'doy bizniki. Bu İli vodisi degan bug'doyning manbasi bu bizda, dehqonchilik. Eng zo'r kirimi dehqonlarninki bug'doy. Bu Sovet ittifoqida urushdan keyingi vaziyat bo'lganligi uchun 46-47larda bu ochliqqa nihoyat zo'r ehtiyoji bor.
Sharqiy Turkistonning bu ilininki, Tarbag'dayninki, bo'libmi ilining bug'doylari minglab 12 ming, yiliga 12 ming, 20 ming tonnalab bug'doy eksport qilinganda Sovet Ittifoqiga. Mana buningdan kirgan foyda andin shu Sharqiy Turkiston hukumatiningki ma'rifi, madaniyati, nashriyoti, idora organ nazoratlarning xizmatchilarining maoshini berish, davlatning yillik xomchotini hal qilish qatorliqlarning hammasi mana mush orqali hal qilinadi. Andın pul çıkardı elbette. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti özü 300 ming dolar uçakta pulni dollar deb atadı ular. Som yoki dollar deb atagan. Som deyildi, dollar, resmi nomi dollar. Amerikan ular har xil nimalarni chiqadi. Zayumlarni chiqadi. G'albiyat zayumi. G'albiyat zayumi eng chong zayum. O g'albiyat zayumini taki shu 50-yillarning oxirisigacha qaytirish vaqtini belgilagan. Ular hech qachon biz 44-49-yil tugaymiz deb o'ylamaganda 60-yilning planini tuzgan ular. 60-yilgacha bo'lgan planni tuzib bo'lgan. Anadan boshqa baxt zayumi deydi, har xil lotereyalarni chiqargan xalqning iyonasini kuchlantirish uchun. Turkiston Cumhuriyetining 46-yil 7-oygacha bo'lgan butun xomchotninki kirim chiqim hisobotlari bor. Men kitobimni kirgizdim. Agar kitobimni ko'rsanglar, buningdagi butun hisobga harbiyga qanchalik, ma'rif qanchalik, san'atga qanchalik, madaniyatga qanchalik hamma chiqimlarining son sifirlari to'liq bor. Kirgizdik. Demak, Sharqiy Turkiston hukumatining eng muhim yo'l qo'yganlari soda. 47-yildan keyin bu Xitoy hokimiyati Urumchidagi bu ozod bo'lgan 3 viloyat, ya'ni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hokimiyati mavjud bo'lgan, qurilgan bu rayonlarga nisbatan iqtisodiy qamal qilish siyosati belgiladi. Ularga hech qanday narsalarni kirgizmaslik yo'lini qo'llandi. Sharqiy Turkiston hukumatimi, G'o'lji hukumatimi u vaqtda Manas daryosida rasmiy bo'yida tamojna tuzumini yo'l qo'ydi. Urumchi taraf bilan savdo tuzumini yo'l qo'yib, savdo aloqasini kelgan mallardan chegara beji, tamojna beji oldi. Yana birisi G'o'ljida Qo'rg'as chegarasida Sovet Ittifoqidan kelgan mallardan tamojna beji oldi. Yana bu tamojna shu vaqtning o'zida bu bir mustaqillikdan derak berdi-ku, tamojnadan tamojna o'zining tamojna bejisini. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining hamda albatta bu savdo bilan parallel bo'lgan narsa eng muhimi boj sistemasi-ku. O'zining mustaqil boj sistemasi. Bu boj sistemasi ilgirki Xitoy Gomindan hokimiyati yo'l qo'ygan, Shingsasay hokimiyati yo'l qo'ygan boj sistemasidan 50%, ba'zilari 25% to'van miqdorda boj oldi. Xalq bojni nayt qabul qildi. Xalq aktivlik bilan boj topshirdi. Shuningdek, boj qonunini e'lon qildi. Boj qonunida boj topshirmagan boj o'g'riliklariga qattiq zarba berdi. Bu bojni bevosita 48-49larda shu Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi bosh qo'mondonlik shtabi hatto ular bevosita aralashib boshqardi-ku buni, bojni. Urumchida nima? G'o'ljida boj idorasi bor, bojxona. Bu boj idorasi Sharqiy Turkiston Moliya nazoratiga qaraydi, ministr. U ayrim ministerlik emas, bir idora ularning-ku. Ministerdan bir daraja bilan. Anda noilalarda boj idoralari bor, tarmoqlari bor. Bularning maxsus bojxona xodimlari shu 45-yilning oxirlaridan boshlab, 46-yildan boshlab bojni yo'lga qo'ydi. Dastlabki vaqtlarda ular boj yo'lga qo'ydi. Dehqonchilik beji bor, chorvachilik beji bor. Bojning yana bir 10 necha xil bir turi bor buning tarkibida. Bojda 50%, 15%, ba'zilar 25% burunqidan to'van. Bu boj o'xshashdan davlatning xomchoti bo'ldi. Bo'libmi harbiy xomchotga bojning roli nihoyat cho'ng bo'ldi, harbiy xomchot. Bu ba'zi chog'da 15 ming, ba'zi chog'da 20 ming, ba'zi chog'da 30 ming, ba'zi chog'da 40 mingga yetgan milliy armiya. Ondan saqchi qo'shinlari bor, boyatim men degandek. Ichki ishlar saqchi qo'shinlari. Bularningmi qo'shin armiya. Demak, mushlarningki harbiy chiqimlarini ta'minlash kerak. Mana shu boj muhim bir o'rin bo'lgan xalqning. Ondan davlatningki xomchotini deki bir muhim qismi boj. Anadan keyin albatta o'shir zakot bor. O'shir zakotlar burun xalq o'zligidan topshirgan. O'shir zakotning hammasi burun harbiy ishlarga bo'lgan. Keyin 47-yildan keyin ma'rif ishlariga mangdi. O'shir zakotining hammasi ma'rif ishletildi. Madaniy ma'rif ishlariga. Ham keyin yani bir qismi harbiyga ishlatdi. Uning oldidagisi 46-gacha urush davrida butunlay harbiyga ishlatdi o'shir zakot.
Demek öşürü zakat diyen intayın cıkço bu çıkamelki. Cık kırdıgan kırım hesaplandı bu. Bajla nait mükemmel. Endi halk qabul qilgan, bu nait yaxshi bir qarshi olgan baj. Onun oldida bajlar nait ig'ir bo'lgan. Xitoy Gomindang davrida xalq bosh ko'tarolmaydigan darajada bajlarni yo'l qo'ygan. Nait chirik bir sistem bo'lgan. Bajxondik bu bajgirlar chirik bo'lgan. Baj amaldorlarining hammasi ko'pinchisi Xitoylardan tashkillandi. Vaqtning o'zicha. Tövəndə baj yığıdığanlar juda azraq Uyg'urlar bo'lsa-mu, qozoqlar, tatar u bo'lar. Ularda parxorluq avjab ketgan Gomindang Shingsey davrida. Bo'lib Bütün baj yanchib qilib tushadigan gap Ammo Sharq Turkistonda buni qattiq kontrol. Albatta, bulardan boshqa Sharq Turkistonninki armiya ishlarini, harbiy qurilmasini biz jiq dedik. Sharq Turkiston armiyasining qurilgan dastlabki bu harbiy ishlar idorasi bo'ldi. Uning harbiy ishlar idorasi degan bir davlat mudofaa ministerligicha uningki. Davlat mudofaa amaliyotda. Sovetning Rossiyaning usuli bo'yicha harbiy ishlar ministerligi deb atagan nazorat. Ularning tarkibida polklar ko'payganda 17 ta toki 20 necha polk va mustaqil batalyongacha ko'paydi-da. Agar janubdagi 3 diviziya, 6 ta 7 polkni qo'shganda milliy armiyaning polklari balkim mening hisobatimcha shu 24-25 gacha polkga yetib bordi. Batalyonlar hammasi mustaqil batalyonlar. Tarkibida batalyonlar bor. Manimki buning qo'mondonlik shtablari va o'rta yo'linish, shimol yo'linish shtablari yo'linishdir. Buning hammasining ayrim shtablari var. Baş qo'mondonlik shtab G'uljida tug'ilgan. Baş qo'mondonning huquqi nayt yuqori uningki. Başta Ruslardan Palinov 46-7-yildan keyin Isoqbek bo'ldi. Oxirgacha Isoqbeklar 49-8 ayda bu G'uljidan ayrilib g'oyib bo'ldi-da. Bular nim bo'lganini hozirgacha biz aniq zaten nim bo'ldi. Fakt yo'q. Aeroplan hodisi rost bo'ldimi? Uning qo'lda bo'lgandimi, qanday bo'ldi? Buning hech kim qayli qila olgani yo'q. Shuni biz qachon qayli bo'lsak, o chaqda uning ishimiz tarix bo'yicha hujjatga. Hujjat, naq hujjat. Hozircha endi suiqasd deb. Hozircha xalq shunda deb qaraydi. Xalq ishonmaydi degan gapga. Nurg'un masala gumonliq. Endi shu ketkichi bo'lganlikda Isoqbek ketish oldida Sharq Turkiston armiyasining milliy armiyaning bosh qo'mondonligini vaqtliq Rus Palin anima Leskin boshqarib turdi. Demak, shu milliy armiyaning bosh qo'mondonlik shtabida 10 nechilagan bu bo'limlar bor. Bularning bo'limlarining ba'zilari diviziya komandiri darajalik, ba'zilari polk darajalikda endi. Milliy armiyaningki bosh qo'mondoni o'zi armiya darajalik. Korpusdan yuqoriroq darajalik hatta. Shunchalik huquqda endi cho'ng bir davlatningki. Demak, shu armiyani boshqarish, shu armiyani o'rinlashtirish, birlikka kelgan qo'mondonlik bilan boshqarish nihoyat qiyin ish. Sharq Turkiston armiyasi dastlabda 4-oyda qurilg'uchi bo'lganlikda partizanlik davri. Chechelango bir davr. Uni shu muntazamlashtirib, sistemlashtirib 45-yil 4-oyda rasmiy Milliy Sharq Turkiston armiyasi deyilgan dastlabda qurolli kuchlar. Bo'lib, buning hammasi bir bosh qo'mondonga bo'ysunadigan bir sistemni o'rnatgan. Polklarda polk komandirlari, uning tarkibida ma'mur polk komandiri, siyosiy komissar, uning tarkibida bir diniy ishlarga mas'ul ma'mur polk komandiri, oxun, ularning eng tarkibida shtab boshlig'i, 11 ma'mur polk komandiri, ondan keyin shtab komandirlari bo'ldi, xodimlar bo'ldi, uning tarkibida batalyon, milliy armiyada bir polk, 3 piyoda polk batalyondan atliq polklar, 4 eskadron zambirak rotalardan manda tashkillangan. Piyodalarda odatda ba'zi chog'da 2000, ba'zi chog'da 1600 atrofida askar, 3 batalyon, ba'zi bir batalyon atliq bo'ladi. Bir zambirak minomyot rotasi bo'ladi. Andın aloqalar rotasi, andın davolash punkti deganlar bo'ldi. Ba'zi chog'da 2500 ga yetgan, ba'zida 2300, har xil o'zgarib turgan, urush vaziyatiga qarab turib. Pagonlarimi Sharq Turkistonning oy yulduzi tushirilgan eng tövini bu praporshikdan tortib general marshalgacha Ilhon To'raga 45-yil 10-oyda marshallik unvoni berdi. Demak, Ilhon To'ra shu vaqtning o'zida Markaziy Osiyo sharoitida, Osiyo rayonida birdan-bir marshalda endi harbiy unvon olgan. Maşallah. Endi mushundaq bir mukammal askeriy qo'shinni ta'minlash uchunmi siz deganga o'xshash moliya jihatdagi
bu eksport qilish, ondan keyin o'zining ishlab chiqarishi, baj sistemleri nayt muhim rol oynagan. Ular bo'lmasa, endi urush qilish mumkin emas. Iqtisodiy jihatdan azroq fikrim bo'lmasa. Endi O aşkı oxirida öyle ma'rif diyendek ben ma'rif doğru dediniz. Şu anın özü hazır gipinizden tatip aldım keçirin. Bir armiyanın 10 bin kişilik askerini beqishmi tez. Bir albatta. armiya tutunca 10 bin kişilik muntazam armiyani beqishni o'zimi tez keladi. Onu mesela bir armiya urush qilmay kunda tamoq yeydi u 3 vaqt. Shundami? Askarga yaxshi tamoq berishingiz kerak. Milliy armiyaning Albatta. tamoqlari nayt yaxshi bo'lgan. Ularning hammasining o'lchimi bor. Bir bolka qancha gram oshliq, 3 gram shakar, 25 gram shakar, 200 gram go'sht, ashundaqda kundalik shu hammasining o'lcham bo'yicha beradi. Shularni ta'minlash askarlarga 30-40 ming askarning qo'sqini o'lcham bo'yicha beqish. Ondan keyin ularning kiyimlarini berish, yozliq, qishliq kiyimlari, oyoq kiyimlari, ichki kiyimlari, ondan uning qurollarichi, uning o'qlarichi. G'uljida o'q zavodi yo'q u chaqning o'zida. Miltiq yasaydigan zavod yo'q bu. Shuni Sovet ittifoqidan setib olsa, yoki ular yordam bergan, yoki bo'lmasa Xitoydan o'ljilingan g'oyat so'l qurollar, o'qlar, ashula ishlatilgan. Ashula. Shuning uchun bu ishlarning hammasida Sovet ittifoqiga tayinish ham kuchliroq bo'lgan qurol jihatda. Bronniklar bo'lgan 3-4, aeroplanlar o'ljagan aeroplanlar bo'lgan, garchi havo qurolliq kuchlari shakllanmagan bo'lsa-mu bizda aeroplanlar yo'lchilar bo'lmadi. Tankı bo'ldi bir qancha, minomyotlar qo'shini bo'ldi, zambirakchilar qo'shini bo'ldi. Bu hammasi zamonaviy bir armiya. U chaqda Markaziy Osiyo rayonida, balkim dunyoda, shu vaqtda 2-Dunyo urushi mezgili desak, 2-Dunyo urushida oyoqda German faşistleri, İtalya faşizmi qarshi urush, mayaqda Yapon faşizmi qarshi urush, Tinch okean rayonida. Andan keyin şu vaqtning o'zida Markaziy Osiyo rayoni urush bo'lmagan tinch rayon. Bu Markaziy Osiyoning birdan bir urush bo'layotgan rayoni Sharqiy Turkistonda shu vaqt. Sharqiy Turkiston. 44-45-yilda. Shu urush bo'layotgan Markaziy Osiyodagi birdan bir urush rayoni. Bu urush rayonida Sharqiy Turkiston armiyasi qurilib, shu vaqtdagi Yaponiya armiyasi bilan urush qilayotgan bir muntazam Gomindan Xitoy davlat armiyasi bilan urush qilib, o'zidan nechasi ko'p qo'shin bilan urush qilib, uni tarmar qilib qo'g'lab chiqadi. Eng oxirida butun Sharq Turkistonni ozod qilish imkoniyatiga az qolganda dunyo vaziyati urush oxirlashib, dunyo siyosati o'zgarib, 2-Dunyo urush oxirlashib, dunyoning yangi tartibi bekitiladigan vaziyat shakllanganligi uchun bu ishlar to'xtab qoldi. Bu Uyg'urlarning arzusi bo'yicha bo'lgan ish emas, dunyoning arzusi. Shu vaqtda kuchlarning arzusi bo'yicha bo'lgan ish. Albatta. Afsuslanarli. Ta'minlash kerak. Bu armiya jihatda chiq so'zildi. Bu mening kitobimda armiya haqida maxsus uzun, sistemliq har bir polk batalyonlarning komandirlarigacha Uyg'ur, Qozoq, Tatar, O'zbek, hamma millat, Mo'ng'ol, Rus, hammasining ismliklarigacha men izlab tepib, uni bekitib tekshirishlarni keyin berdim bir qism suratlar bilan. Mana shundoq. Uni ham keyin topni ko'rsanglar, buni bilasizlar. Ikkinchi biri nashriyat, axborot ishlari. Bu bek muhim. Ma'rif degan bu ma'rif haqida maxsus bir bob. Sharq Turkiston Jumhuriyati ma'rifni o'zi mustaqil ma'rif ideologiyasi bor. O'zining ma'rif programmasi bor. Milliy ma'rif sistemini qurgan. Ha, Sharq Turkiston Jumhuriyati mundaq chiqqan chog'da ko'p millatlik bir milliy ma'rif sistemasida. Yani yalnız bir Uyg'ur ma'rif emas. Sharq Turkiston Jumhuriyati o'zining 9 moddalik programmasi bo'yicha mustaqillik. Hamma millat barobar deganligi uchun madaniyat taraqqiy qildirish huquq. Shuning uchun Sharq Turkiston Jumhuriyatining puhralari deb qaragan shu vaqtdagi hamma millatga o'zining milliy tilida ma'rif sistemasini qurishga yo'l qo'ygan. Shuning Sharq Turkiston Jumhuriyatida Uyg'ur maktablari, Qozoq maktablari, Mo'ng'ol maktablari, Shiva maktablari qurilgan. Xitoylarga ham hatto maktab ichib bergan. Xitoy maktablari ham qurilgan. Demak, Sharq Turkiston Jumhuriyatida ana shu 5 xil tilda ma'rif yo'l qo'yilgan. Buning hammasini davlat ta'minlagan. Ma'rif haqsiz bo'lgan. Bekorlik haqsiz ma'rif. Boshlang'ichdan tortib shu ili bilim yurti degan o'rta darajalik texnikum. Mundaq chiqqan chog'da Sharq Turkiston Jumhuriyatidagi tunji Uyg'urlar o'zlari bosh bo'lib qurib chiqqan oliy darajalik maktab, oliy maktab. Keyin Ahmedjon Qosimiy nomidagi bilim yurti deb o'zgartirildi 49dan keyin. Nayt mukammal bo'lgan bir oliy maktab. Ahmedjon Qosimiyning maxsus bir nayt muhim so'zi bor.
Şu vaqtda gerçi Ürümçide Şinjan institutidek başqa maktablar bo'lgan bo'lsa-mu, bizning o'lkaning boshqa joylaridagi xalqlarning hammasi bizning G'uljiga kelib, G'uljida ma'rif tarbiyasi olishni umid qiladi, orzu qiladi. Biz ma'rifimizni hammaga ulgu qilib tiklishimiz kerak degan so'zi bor. Shu vaqtning o'zida nayt mukammal bo'lgan oliy ma'rif sistemasi, ili oliy bilim yurti 500 dan ortiq o'quvchisi bor, agronom fakulteti, tibbiy fakultet hammasi bor. G'ulji tibbiy maktablarni qurdi. Tunji qatim tibbiy maktab. Tibbiy maktab. Feldesherlar. Dehqonchilik maktabi qurilgan. Ana gün hüner kesip mektebi var deydi. Bütün kızlar 16, 17 yaşlık, 15 yaşlık. Kızlar mektebi var. Kızlar gimnaziyası. Hüner kesip ügütüdü. Ular reşiyeler tokuşunu, bunu, kiyim tikişini ügütüdü ular. Mektepler var. Texnikum mektebi. Ondan kaç kurslarını açkan, çetel dili, Rus dili ügünüş kursları. Bütün memleket boyunca savatsızlıkını yürüyüş dolkunu kozgagan. Bütün savatsız adam kanmaydıgan dereceye yetken. Bundak vaka hiç kandak caydı bop bakmagan. Xitay vaqtda 7 viloyat Xitoyning qo'lida, Gomindangning qo'lida, Qashqar Xotan. 7 viloyatda undaq savodsizlikni yuvish to'lqini, xalqning umum ma'rif madaniyat safosini ko'tarish to'lqini bo'lmagan. Janubdagi Gomindang hukmronligidagi 7 viloyatda u vaqtida bayroq chiqardi kundi maktabda. Yig'ib Gomindangning bayrog'ini chiqarib, momoga Gomindangning bayrog'iga atganda qasam qiladi. Shu butun maktab o'quvchilari. Ammo Ozod 3 viloyat, Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan bu 3 viloyatda o'zining milliy ma'rifi bilan mangdi. Maktab sinflariga Ahmadjon Qosimiyning mashhur bir so'zini lozung qilib asqan. Har Jumhuriyat bayrami kunlarida butun maktab o'quvchilari yangi kiyimlarni kiyib, ular Yeshil Sharq Turkiston bayroqlarini ko'tarib, rasmiy faoliyatlarga qatnashadi, marosimlarga qatnashadi. Hamma yerda o'zining milliy siyosiy ideologiya, ozodlik ideologiyasi o'zi xo'ja bo'lgan. Ondan darslik materiallarini o'zi tuzdi. Ko'pincha darslik materiallarni o'zi tuzgan. Hem bir kısım tabiiy fan darslik materialları, mesela fizika, kimya, matematika, buğa ait köpinç Sovet İttifaqıdan keladi. O'zbekcha darslik materialları, Qozog'cha va boshqa. Ularni ishlatadi. Darslik materiallari nayt mukammal bo'lganmishlar. Programmalar, ma'rif programmasi jihatda, o'qitish programmasida ular Sovet İttifaqiningki shu vaqtdagi ma'rif programmasini ulgu qilgan. Boshlang'ich, o'rta maktablarning, texnik maktablarning hammasida. Shu Harbiy maktabi var ularning. Harbiy maktab Bayonday harbiy maktabi degan yiliga 200 dak o'quvchini taxminan tarbiyalaydi. Ular hammasi porotchik unvoni bilan o'qish bitirdi. Bu Sovet İttifaqiningki odatda 3 yillik harbiy maktablarda o'qiydigan darslarni ular 1 yilda o'qib bo'lgan Bayonday harbiy maktabida. Taktika, hujum, topografiya, siyosat, qo'shin boshqarish, harbiy intizom qoidalari, andan har xil ig'ir yeni qurollarni ishiltish, otliq jang qilish, shuning komandirlik qilish qatorliq san'atlarning hammasini o'zimizning shu vaqtdagi Uyg'ur komandirlar, burun Shinsey vaqtida Sovet Ittifoqining harbiy maslahatchilari tarbiyalagan Shinseyning harbiy maktabida o'qigan Uyg'urlar var bir qism. Shular miskin Sharq Turkiston tarafga o'tgandan keyin ularning bir qismi harbiy maktabda, masalan, Abdurish Turdiyev degan odamlar polkovnik. Shular harbiy maktabning muhim o'qituvchilari bo'ldi. Sovet İttifaqı tuzilgan harbiy maktablarning darsliklarini tarjima qildi bosh shtabda, ruschadan uyg'urcha. Shularni o'tdi, nayt mukammal bo'lgan. Shulardagi harbiy ofitserlarning suratlariga qarasanglar, qanchalik aholining ro'yi qiyofatidan, ko'rinishining qanchalik jangovarligini, qanchalik bir zamonaviy bir armiya ekanligini ko'ramiz. Shu vaqtning o'zida dunyoda Turkiya xalqlari ichida bir dushman bilan zo'r qo'shin bilan so'qishib jang qilib, uni tarmar qilib, undaq o'zini mukammallashtiradigan ikkinchi bir Turkiya davlat yo'q bu vaqtning o'zida. Mening tushunishimcha. To'g'ri, yo'q. Shu vaqtning o'zida bu 5 yil ichida bunchalik sistema. Anadan boshqa bu ma'rifdan boshqa o'ylab beqing, bu haqsiz ma'rif bo'lganda yolg'iz birla Uyg'ur emas, hamma millat. Sharq Turkiston 3 viloyat davasida 700 mingdan ortiq nüfus var. Shuning ichidagi hamma millatga boshlang'ichdan tortib o'rta maktab, oliy maktab darajasidagi maktablarga qurib, tibbiy maktab, harbiy maktab va kasbiy hunar maktablari va boshqalardek narsalarni qurib, ma'rif sistemalarini haqsiz ma'rif tarbiyasi ilib berib, anadan keyin yana bu nimilni bekorlik, butun savodsizlik yuyish to'lqini uni mu odam qiladi-ku, savodsizlikni, bekorlik hamma yerda kashlarda dars o'tadigan. Buni ko'pinchisi nurg'un kurslar ochilgan, kasbiy kurslar, yoshlar tashkiloti, 3 oylik, 5 oylik, 6 oylik.
Bütün hemmiyada bir qizg'in kayfiyat, xalqda bir mustaqil davlat, bir ro'yi kayfiyat, yuqur bir vaziyat shakllangan, azodlik, erkinlikning naqadar Erkinlik. ulug'ligini odamlar to'nigan, asirgan. Tonib Shu bu yetgan. il xalqining uzungacha asliga kelanmagini 49dan keyin 55dan 63gacha 60 minglab, 100 minglab odamning tashlab Sovet ittifoqiga ketishidagi sabab ashuni tashlab, ashu psixikalik zarbining ta'sirichu, shundaq bir narsadan ayrilib qolganligi uchun bir bir hayotni, go'zal bir hayotni izlab bo'layotgan bir manba ashu yana birisi. Shuningga o'xshash ma'rif gullangan buningki. Shu vaqtda Ahmadjon Qosimiyning so'zida bor, hujjatlarda ko'rsanglar, bu iqtisodni yaxshi ta'minlaganligi uchun, o'qituvchilarning maoshini yuqori bo'lganligi uchun, shu vaqtda Gomindan Xitoy hukmronligidagi 7 viloyatdagi maktablarning ma'riflari intayin oxiga chekinib ketgan. Shu maktablardagi o'qituvchilarningki oylik oladigan kirimiga bir bozor tuzuk bir nima kelmaydigan bir vaziyat shakllangan. Nayt kam bo'lgan. Ammo 3 viloyatdagi bu o'qituvchilarningki ağam maaşı ballarını bekip turmuşu kenkuşadı yitadigan, nayt hatta qanchalik açlık kilodo, bir aylık maaşı, qanchalik un kilodo, qanchalik go'sht kilodo, bunun hemmisining selishtirma hisoboti bor. Selishtirgan. Mandaqanda 3 viloyat bir güzel bir baxtiyor bir hayat sharoitini, ma'rif sharoitini ko'rsatgan. Ikkinchi sayya. Davolashning hammasi haqsiz bo'lgan. Dorini pulga olasiz, butun kasal davolatish haqsiz davolash tuzumi yo'l qo'ygan. Bu paravallık tuzum. Ana ekan bütün yetim yesirlarga maktablarni ochgan yetim yesirlarning bolalarga majruhlar jamiyatini qurgan harbiy majruhlarga ularni butunlay hukumat baqqan ularni ana ekan daril tamlarni ochgan yetim bolalarga ularni hukumat o'zining hisoboti bilan o'qitib tarbiyalagan kambag'allarga iqtisodiy turmush to'vallarga o'simsiz qarz bergan dehqonchilik ishlarini chorvachilik ishlarini rivojlantirish uchun banklarcha pul berib turib ularni ko'plab pul bilan o'zinglarni rivojlantiringlar degan. Yordam qilgan to'van iqtisodlik odamlarga ularning gullanishi uchun. Buning o'xshash uni bir-birlab tasvirlasangiz intayin jiq gap. Buning hammasini shu 700 betga 680 necha kitobimda mushu ko'rinishlarning hammasini tafsili bayon qilib chiqdim. Ma'rif nashriyat gazetdan olsak, masalan, Sharq Turkiston Jumhuriyatida Uyg'urcha, Qozoqcha, Mo'ng'ulcha, Shivacha, Ruscha bo'lib, hatto Xitoycha, keyin Xitoyligini chiqarib qo'ydi demokratiya gazetida. 6 xil tilda gazet chiqarib qo'ygan. Inqilobiy Sharq Turkiston gazeti qarmog'ida jurnallar chiqarib qo'ygan 5 xil tilda jurnal. Masalan, Ittifoq jurnali, uning oldidagi kurash jurnallari 2000 minglab tiraj bilan taqdirlandi. Nayt mukammal. Ishga qarasangiz, tarix, Uyg'ur tarixiga oid, Sharq Turkiston tarixiga oid maqolalar kirgan. Milliy ozodlik ideyalari aks etgan. Ziyolilarning she'rlari kirgan, shoirlarning. Adabiyot san'atni shunchalik gullangan, davlat teatri qurilgan. Davlat teatri Elxon To'ramning qo'l qo'yishi bilan bevosita tasdiqlanib, davlat teatri qurilgan. Keyin Ahmadjon Qosim davrida Ili teatri deb ataldi, Ittifoq teatri deyildi. Sharqiy Turkiston shu vaqtdagi Uyg'ur eli tavasida tunji qatim hukumatning hisobi bilan, hukumatning maoshi bilan maosh olib, o'yin qo'yadigan, teatr tayyorlaydigan San'at bilan shug'ullanadigan. 20 dan 40 gacha san'atchiga oyda maosh bergan teatr rasmiy hukumatning teatri shaklida. Ular maosh bilan muzikantlar, artistlardan uning oldida san'atchilarda maosh olmaydi. San'atchilar so'rinlar ochilib haqdan tushgan pulni oladi. Sharq Turkiston hukumati Ahmadjon Qosim. Ondan eng yaxshi artistlarga Sharq Turkiston Jumhuriyatining xizmat ko'rsatgan artisti degan Sovetning modeli bo'yicha to'pkor artist davlat san'atchisi medallarni taqib. Ondan Sharq Turkiston ayollar teng barobarlik huquqi eng tashviq qilingan. Ayollar, xonim qizlar jamiyati qurilgan. Boshda Elxon To'ramning qo'l qo'yishi bilan 46-yil 2-oyda Elxon To'ramning shu jamiyatidagilar uning raisi bo'ldi. Boshqalar keyin anda yana bu ayollar jamiyati rivojlandi. Tavayimxon degan bir tatar ayol rais bo'ldi keyin. Bu ayollarning xonim qizlar jamiyati deydi. Har yili Cumhuriyet bayrami kunida 12-noyabr inqilob kuni deydi. Ular shehidlarga duo qiladigan, oilalarni yo'qlaydigan, shunday ishlarni qilgan. Anadan keyin ayollar ichida targ'ibot, madaniyat, ma'rif ishlarini targ'ib qilgan. Ayollar hukumat xizmatlarini qilgan. Ma'rif sohasida ishlagan. San'at sohasida ishlagan, madaniyat sohasida ishlagan.
Ana ekan harbiy safda ishlaygan. O'ylab beqing. Sharq Turkiston armiyasining suratlariga qarang. Rizvangullo boshliq dastlabki 45-yili, 44-yil, 12-ci ayda boshlab askar bo'lganlar. 45-yil 1-oyda jiqi o'ldi. Rizvangullo qurbon bo'ldi. Shehid bo'ldi shu vaqtida. Nurg'un qizlar o'lib ketdi jang maydonlarida. Uyg'ur, tatar, qozoq, Yoshlar. Uyg'ur, rus, hamma millat bor bu yerda. Millat arimaydi, qarindosh. Albatta Uyg'urlar asosiy gavda ko'p bo'lganligi uchun millatlar orasidagi bu qarindoshlikmi, ittifoqdoshlikmi shunchalik yuqori pallaga chiqqan. Xitoy Gomindan hokimiyatiga qarshi turmaydi desang, biz bilan bir safda degan. Shu vaqtdagi kishi. Shu vaqt. Shuning uchun unda bir-biridan ayırıydigan, sen Qozoq, sen Uyg'ur, sen Qirg'iz deydigan gap yo'q. Hammamiz qarindosh, hammamiz ittifoq birlikda. Rusildan tortib Mo'ng'ulgacha, Shivagacha hammasi Sharq Turkiston bayrog'ining ostida Sharq Turkiston Jumhuriyatining armiyasi qatnashib, Shivalarning Shivalik eskadroni bor. Ruslardan nurg'un komandirlar bor, G'uljining ruslardan komandiri bo'lgan. Ular bor. Uyg'urlar bilan bir safda shu kurashlarni qilgan. Buning o'zi Sharq Turkiston hukumatining milliy barobarlik siyosati, diniy barobarlik siyosati va undan boshqa bu davlat xalqqa baxtiyorlik bir siyosat yaratadigan xalq turmush siyosati, bunga oid nurg'un taraflarning qanchalik bir to'g'ri siyosat, mukammal bir siyosat yurgizganligining bir isboti. Shuning uchun mana mushundaq siyosatda Sharq Turkiston 5 yil davomlashdi. Hukumati o'zining mustaqil bayrog'ini eng oxirida Xitoy kommunistlar davrida u bayroqni oldi. U hokimiyat. Buning Dunyoning hamkorlishi bilan ham. Shuning uchun bu nayt uzun bir jarayon, nayt bir sistemlik davlatchilik, albatta nurg'un kamchiliklarmi bor, yetarsizliklarmi bor, texnik mukammal emas, 5 yil degan bir qisqa vaqt. Agar shu 5 yil tugumay 70 yil davomlashgan bo'lsa, shu 5 yilda qo'lga keltirilgan natijalarga qaraganda, ulguga qaraganda 70 yil hokimiyat, jumhuriyat davomlashsa, bugungi kunda qanchalik baxtiyor bir go'zal davlat bayashat, chunki yer osti boyliqlari mo'lda. Butun yer osti boyliq, neft, tabiiy gazlar bor. Qanchalik mukammal, go'zal, bayashat, baxtiyor bir davlat, taraqqiy qilgan bir demokratik davlat. Saylam orqali bo'lgan davlat. Hamma xalq ichida erkinlik yo'li qo'yilgan, xalq huquqi ta'min etilgan, millatlar huquqi ta'min etilgan bir davlat, go'zal bir g'oyaviy davlat bo'lganligini ko'rsatdi. Sharq Turkiston hukumati Uyg'ur tilini davlat tili qilib bekitgan, hukumat tili. Bütün hujjatlar hukumat tilida, Uyg'ur tilida bo'lgan. Lekin qozoqlar ko'p bo'lgan rayonlarda, Oltoy, Tarbag'larda o'xshashlar qozoq tili, o'xshashlar hukumat tili, hujjatlar qozoq tilida mengiverdi. Harbiy komandalarda qozoqlar ko'praklarda, qozoq komandirlar qozoq komanda, Uyg'urlar ko'prakda Uyg'urcha komanda berilgan, ammo Uyg'ur tili hukumat tili deb siyosiy programmasida bekitilgan. Demak, biz mana shu davlatning butun ministrliklarining hujjatlari, moliya, harbiy, adliya hammasi Uyg'ur tilida bo'lgan hujjatlar. Demak, mana shu hokimiyat Uyg'ur tili mundashgan chaqda oxirgi bizningki 49-gacha bo'lganlikda bir davlat boshqara olgan. Davlatni harbiy, san'at, siyosat, ma'rif, madaniyat, adliya, iqtisod, sanoat hammasini boshqara olgan bir til ekanligini, shuningga loyiq bir til ekanligining isboti. Qanchalik faxrlansak bo'ladigan bir ekanligi. Shu umum ma'lumot shu. Albatta bu 680 necha bet kitobning ichidagi gaplarning hammasini 1 soatda ifodalab bo'lish bak qiyin. Sizga ko'p rahmat, Yelimo. Siz menga ko'p gap qilish fursati berdingiz, o'zingiz jim turib. Albatta bugun sizdan o'rganadiganlarimiz, anglaydiganlarimiz ko'p. Shuning uchun vaqt hozir 2 soatga yaqinlab qoldi. Ammo yana siz deganga o'xshash bütün bunlarni qancha anglasak shuncha anglag'imiz keladi. Bu birinchi Cumhuriyet 88 yıl, ikinci Cumhuriyet 77 yıl bo'ldi. Mana bu ay tünügün. Nayt nurg'un, nayt yaxshi natijadan qo'l keltirgan, ammo afsuski bugungi ahvolimizni hammamiz bilamiz. Ammo albatta bizning tariximiz bizga ilhom berdi. Bizga bu siz mukammal qurilmaga ega zamonaviy bir davlatning qurilganligini bilishimiz, bu davlatda qaysi tashkilotlar bor, davlatning apparati qandaqdi, tüzümü qandaqdi, qandaq qurilgan, qandaq sharoit qurildi, qandaq sharoitda shundaq mukammal bir davlatni qurib chiqaldi. Qisqagina 5 yilning ichida bir
nurgun dövletlerninki hazırmı kılamagan nurgun dövletler var etrafımızda nurgun dövletler mustaqil bolgan dövletler acayip içinçlik günlerini yaşawadı da bizim etrafımızda Orta Asya'daki dövletler karşısakmış şundak. Bu 5 yıl içinde kol keltegen bu neticeler asan emes. Bütün bir dövletde boluşuk tegişlik kurulmalarının kurulup ve mükemmelleşki karap yüzlenişi bu asan kol keldigan nerse emes. Bu hem de bizim tomurumuzda bağ bolgan özgürlükke intilişimiz, ezelden dövlet kurup, dövlet baş kurup yaşagan bir milletninki evladı boğallığı şu biz bu dövletni kurgan ecdadımız şu çağda yani bir bizninki ecdadımızınki evlatları boldu. Muşununki bir ispaty dep garaýmy. Bu günümüzde biz Cumhuriyetninki Cumhuriyet günümüzni, milli bayramımız bu bizninki. Bunu kutlaşymyz gerek, unutmasligymyz gerek. Çünki naýat ýakşy nimelerdi boldy, teklip pikirlerini begenler boldy, ilham ağalygyny degenler boldy. Köp rahmet etme ekran aldyky görürmenlerimge. Sizge mo rahmet etganlar boldy. Meýerde bir sual soraldy ama bizinki nimimiz bilen münasebetlik emas, Cumhuriyet bilen münasebetlik emas, ama bunundan keyinki Uygurlarnınki tagdiri bilen Uygurlarnınki döwlet kurup kuramaslygyda muş etrapydaky döwletlerninki, bu Russiýanynki muamelesi bilen münasebetlik bir sual. Şu sualyny eger halsyňyz jogap beriň. Azerbaýjanda Karabağ uruşu boldy, bilesiz, nimeden Ermenistandan qaytyryp aldy ötken jyly. Bu uruşnynki galibi kılışı da Ermenistan'a bolgan Russiýanynki uzun yıllardan buyan Ermenistan'ı kollap kewatatdy, ama bu uruşda o strategisini özgertdi. Azerbaýjanyňki galibi kılışyga ve Karabağny qaytyryp elişige yardam kıldy. Bunun da hem de Russiýanynki siýasatyny özgäri dep garagyny bolamdy. Russiýanyň bunundan keyin Uygurlarny ýani kollaş ihtimali barmy degen bir sual düşüpdi. Bu bir seliştirme halkara münasebet noktasından koyulgan sual eken. Elbette bu Kafkazya rayonu hem de burundan tatıp şu Türkiye'ninki bu Kafkaz'ı tutuşturan kısmı, şu İran, şu rayon burundan tatıp, tarihten tatıp, tokunuş rayonu deydi o istitek oktora makanı edip. Bu nayet nazuk rayon, bu jayının xeritlilere 19. asırın ahırısından tatıpla daim bir şu uruş, tokunuş Osmanlı bilen bu Rus imperiyası arasındaki bir tokunuş rayonları bolup kelgen. Demek aşı tokunuş rayonunda yaşayan halklarning siyasi takdiri köpüncisi ana şundak her xil şaraitda her xil boludu. Çünkü bundak tokunuş merkezlerine coğrafiylik jihatdan joylashgan halklar özünün takdirini köpünçe özü tana hal kılışta kıyınçılık yolukuducu. O çokum etraptaki aşu yendeki kudretli güçlerge birisi tarafı turuşunu tallaydı hem de bu. Bu bizge köp misallarını verdi. Kafkaz bulup mu? Mesela Ermeniler meselesi ben onu çoğunkur tadqiq qilmadim, ama haberlerden okup durdum. Burun köprek körettim, kiyinçik göremedim. Ama az baz yüzeyki düşünüşümüz var. O rayonni çoğunkur düşünüş için çoğunkur onu ügünüş gerek elbette. Onun məxsus mütəxəssisləri var. Şu mütəxəssisləri sözləsi yaxşı bulatdı. Mən özümün mütəxəssisligim bolmagan närsinin hemmesiga gap qilishni ancha xalamayman. Meni alaydı. Bizde hemme noktadan gap qildigan adamlar barçı. Asli kasb axloqi bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Endi shunda bo'lsin, men faqat o'zimning yuzaki tushunchimni deyib nim bo'yicha olganda Muşu rayon hem de bu burundan tatip Cidal Macra rayonu, Tokunuş rayonu 20. asırning 5'idan şu bu Osmanlı'ya keyinki Türkiye Cumhuriyeti bilen bu Rusya, Sovet Rusyası aralıqdaki rayon bolup geldi. Yani şu ihtiyaçlar tüpeyildin Sovet Bolşeviklerimi aynı vaqtida Leninmi Mustafa Kemal'ni Ankara hükümetini qollab, şunda mı İngilizler karşı duruş için bu ittifaqdaşlar bilen Antanta devletleri arasındaki Birinci Dünya uruşudan keyinki şu vaqtdagi vaziyatda ehtiyacı üçün qolladı, hem ehtiyacı üçün paydalandı Mustafa Kemal'ni. Keyin andan uruş davri kirdi, tokunuş davri kirdi qaytadan
xatarlik davrga kirdi. Ikkinchi jahon urushi kelganda yana o'xshash qanday bo'lganligini bilasizlar. Demak, Kavkaziya rayoni ashunda to'qinish rayoni. Sovet ittifoqi yiqilgandan keyin bu rayon texim mustaqillik e'lon qilgandan keyin murakkab rayonga aylandi. Texim to'qinish. Urushlar bo'ldi Gruziyaga. Shunami? Armanlar bilan urushlar bo'ldi. Qarabağ masalasi Sovet davrida chiqqan. Demak, endi Sovetninki Rossiyaning siyosatimi mushu 150 yil ichida burungi Charusiya, keyingi Sovet hokimiyati va bugungi Rossiyaninki selishtirgan chog'da u har o'zininki dunyo siyosiy vaziyati, o'zininki shu vaqtdagi xalqaro siyosiy ehtiyojiga qarab turib, shu siyosatni o'zgartirib turibdi. Kimni qo'llash, kimni qo'llamaslik. Shu Kavkaziya rayonida. Bu o'zininki shu vaqtdagi Osmonli bilan bo'lgan munosabati bilan bo'lgan bo'lsa, G'arb bilan bo'lgan munosabati. Sovet davrida bu u o'zi dunyoda yetim qoldirilgancha butun Angliya boshliq G'arb davlatlari, Antanta davlatlari bolsheviklarga qarshi turgan, ularni yo'qotishga harakat qilgan. Shuning uchun u yerda ularga qarshi turadigan Turkiya Ankara hukumatini, Mustafa Kemal Turkiya Cumhuriyetini ma'ni qo'llab chiqqan. Ashundan foydalanish uchun. Bu Yerevan deymiz, bu Armen u joylarda mustaqil davlatlar qurilgan bo'lsa-mu, Kavkaz, Gruziyalar. Ularni keyin 22-yilga kelgan chog'da Sovet ittifoqi qilib, ularni bir ittifoqdosh davlatga aylantirganda o'zining qo'shiladi. Shunga o'xshash hamda keyingi davrdagi siyosati ayrim, ammo Sovet yiqilgandan keyingi siyosati yana ayrim bo'ldi. Bugungi siyosatning o'zgarishi yana Rossiyaning o'zi belgilagan bir tashqi siyosiy ehtiyoji, shu rayoni bilan bo'lgan, Turkiya bilan bo'lgan munosabati va boshqa G'arb bilan bo'lgan munosabati, shu rayonning umumiy qurilmasi, o'zining iqtisodiy qurilmasi va boshqasi ko'rsatgan ta'sir qatorliq nurg'un Eron bilan bo'lgan munosabati va boshqa omillarga qarab turib belgilagan bo'lishi mumkin buni, albatta. Shu ehtiyoj bu. Agar unda bo'lmasa, uni unda qilmaydi. Shunga o'xshash endi bu Uyg'urlar deya, Uyg'ur ilmi, Sharqiy Turkiston yoki Uyg'uriston deylik. Bu joy o'xshashlam dunyoninki tarixdan tortib bu 19-asrda cho'ng o'yinlar, ulug' o'yinlar deydi, Great Game. Shu rayonning bir nuqtasi bu 19-asrda. Angliya, oyoqda Charusiya, oyoqda Manjur imperiyasi, oyoqda Osmonli imperiyasi qo'shildi buning ichiga. U chog'dagi Avstriya, Germaniyami bor. 30-yillarga kelgan chog'da o'xshashlar bo'ldi. Bu Sharq Turkistonning tarafida Angliya, Buyuk Britaniya, oyoqda Afg'oniston, u talash tortish rayonida, oyoqda Sovet ittifoqi. Bu rayonda Sovet ittifoqi va Sovet Rossiyasi bilan 20-yillardan tortib Angliya orasida jidal majro rayoni bu joy. Sovet Rossiyasi O'rta Osiyoni egallab bo'lgandan keyingi birinchi qilgan plani inglizlarni Hindistondan qo'g'lab chiqarish, Afg'onistondan qo'g'lab chiqarish, Afg'onistonni o'ziga tortish, Afg'oniston hukumatini. Ulardan foydalanib, inglizlarni Hindistondan qo'g'lab chiqarish, Hindistonni mustaqil qildirish, unga yordam qilish yo'lini qo'llangan chog'da ruslarda, kommunistlarda Qashqariya, Jung'ariya Jumhuriyati qurish ideyasi bo'ldi. Hatto shu vaqtdagi Sovet Rossiyasining harbiy ishlar komiteti boshlig'i Trotskiy shu Qashqariya orqali Qizil armiyani ivatish, bu joyni baza qilish, Hindistonda kommunistlarni yo'lab urush qilib, inglizlarni qo'llab, chunki birinchi nomorliq dushmani shuti. Aynda bo'ldi. U vaqtda Angliya boshliq bu Yevropa davlatlari hammasi Sovet Rossiyasini chatga qaqqancha dushman deb qarab e'tirof qilgan o'rnamagan ular bolsheviklar. Mana shunday qutulish jarayonlari. Shuning uchun bizning taqdirimiz Sovet Rossiyasining shu vaqtdagi siyosatiga bog'lanib qolgan. Ammo u 22-yildan boshlab u Sovet Rossiyasi dunyo bilan munosabatni yaxshilash degan bir programmani belgilab, bu Checherin tashqi ishlar ministri Yevropaning G'arbning o'zini yetim qoldirishdan qutulish chorasi qo'llandida ichki urushda. Shu bo'yicha Gena yig'ini deydi, yig'inida bu qatnashib Angliya bu Yevropa bilan bir ittifoqlashish yo'liga kirdi bular. To'qinish dunyo inqilobi nazariyasidan yenib bular. Shu vaqtda bizning dastlabki 20-yillarda bir qatimliq mustaqillik Uyg'uriston nomidagi bir mustaqil inqilobimizning, mustaqillik harakatimizninki birinchi qatimda harakatni to'sib qo'ygan shu birinchi qatim 21-yil, 22-yilda. Ko'p rahmat. 30-yilda Rossiyaninki demakki siyosiy vaziyatga qarab, sharoitga qarab o'zgarishi mumkin deb davom boshqanligi uchun Sovet umid qilamiz.
Çar Rusiyanın maşına özgürüp, Sovet Rusiyasının özgürüp, Sovet yıkılgandan keyin özgürüp doğuna qaraganda, hazır Xitay bilan eng yaxshi munosabatchi ularning munosabati. Bular. Ama içki jihatdan ondaq emasdek bence. İchki jihatda raqobat bor, dushmanlik Ha. bor. Chunki ruslarda nihoyat ig'ir tahdid, qo'rqinch tushunchasi bor. Ha. Shunga qaraganda Shuni endi asos kelajak hisoblagan. nuqtasidan qaraganda yana uning nurg'un siyosatlari o'zgarishi mumkin. Shuning uchun endi Uyg'urlarmi dunyo vaziyatini, dunyodagi siyosiy vaziyatlarni, bo'lib o'zining atrofidagi o'zi yashayotgan atrofdagi siyosatlarningki yuzlanishini, uningdagi o'zgarish tarixini, burungi tarixini va hozirgisini va bundan keyingi yuzlanish bo'lganligini, bo'ldiganligini tahlil qilib, shu bo'yicha to'g'ri yakun chiqarib foydalansa meningcha yaxshi deb qarayman. Haliqi bir taraflama bilan hammadan xulosa chiqarib atmayman. Shu. Biz Ko'p Uyg'ur rahmat. xalqi umidvor xalqku. Biz Uyg'ur xalqi hech qachon umidini uzmagan. Demak, Uyg'ur xalqi, Uyg'urlarning taqdiri, Uyg'urlar yashagan bu jo'grafiyalik rayon bugungi kundami dunyoning asosliq muhim bir savdo, iqtisod, yana bir geosiyosiy to'qinish yoki o'tish markazi Uyg'ur eli. Hozirning o'zida bugungi kunda. Bu nuqtadan qaragan chog'da, atrofdagi vaziyat qaraganda, Uyg'urlar biz jiq narsani o'tmish, bugun va kelajakmi uchini bog'lab tushunsak yaxshimikin deb qarayman. Shunga Albatta, aniqlanib ko'p rahmat. ko'rmayman albatta. Ko'p rahmat. Şimdi biz ümidvar xalq, ümidimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Qandaq sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar ümidimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Ümidimizni yo'qotgan kunimiz zaten millat butunlay o'ladi degan gap. Yani ümit var. Xudoyim buyursa, ikki cumhuriyetni quribdimiz, uchinchisini ebediy yashaydigan bir cumhuriyetni quramiz deb o'ylayman va butun Uyg'ur xalqimi shuni umid qiladi. Shuning uchun bu programlarni qilyapmiz. Bugun nihoyatda keng, mo'l bilimingiz bilan bizni aydınlaştırdınız, nurg'un savollarning javobini berdingiz. Ko'p rahmat ekran oldidagi butun ko'rurmanlarimga rahmat aytaman. Xudoyim buyursa, yana bir programda ko'rishishga omon bo'linglar. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Ko'p rahmat Mag'firat xonim sizga. Sizmi salomat bo'ling. Alloh qilish. Rahmat. Rahmat.